edi, lekin ko'pchilikka manfaatli bo'lsin degan ma'noda shu YouTube kanal bilan shu Telegram kanalni ochib qo'ydik. Kelajakda xudo xolasa hali community qiladigan bo'lsak, Telegram gruppa ham ochishimiz mumkin bo'ladi. Unda bozor tahlili, savol-javoblar, haftalik jonli efirlar, ularda ham keyinchalik maslahatlashib yo'lga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Zo'r bo'lardi. Просто men o'qiyman-da, har hafta, har 2 haftada imtihon topshiraman. Senga har doim ulgurmayaptim. Ham ishlayman o'shanga. Bo'ldi, ularni ham yo'lga qo'yamiz xudo xolasa. Rahmat kattakon. Xo'p, sog' bo'ling. Hammani mikrofonni ochib qo'ydim. Kimdadir nimadir savollar bo'lsa, bemalol bozorda nimani tushunish qiyin bo'lyapti. Nimada qiyinchilik bor? Har doimgidek men boshlay qolay Farruh aka. Bemalol. Nima deysiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gulapa, yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Ovozingiz sekin kelyapti-ya. Ovozda mikrofon. Menga yaxshi kelyapti ovozlaringiz hammalaringizni. Qolganlarda ham shunaqami? Yo'q, Yaxshi kelyapti lekin. Opaning nimasida, nima deydi? O'sha bitta nimani bosib turib ovozni kuchaytirib olish kerakda, kamayib qolgandir. Yo'q, Gulapa, menimcha kompyuterdan bo'lyapti menimcha sizda. Yo'q, kompyuterimda yaxshi anaqa qilmadi, telefonimdan kirdim. Baribir choti kelmayapti. Nimadir anaqa qilaman aytishganidek. Hayronman. Zapisga qo'yib qo'yganman Gulapa, agar ovozlarda nima bo'lgan bo'lsa. Hozir men sekin eshitilyapti, mayli eshitib turaman. Bo'ldi, opajon. Rahmat. Xo'p. Roshanbek gap chala qolib ketdi. Boya gapirgandan keyin jim qoldim. Farruh aka, menda shu nima bo'lgani, savol bermoqchi edim. Mana bitta bozordagi holat bor-ku, masalan, ko'p ob'yom kirishni boshlagandan keyin o'sha yerda talab va taklif zonasini nima deydi, yaxshiroq topish uchun qanaqa nimadan foydalanish kerak demoqchi edim. Talab va taklif zonasini topishda bizda o'sha ob'yom bilan keyin qolganiga price action, ya'ni o'sha biz o'rganayotgan strategiyalar bizga tushuncha beradi. Ko'p odam o'ylaydiki, mana bu bozordagi chiziqlar orqali qanaqa qilib savdo qilish mumkin deb o'ylaydi-da. Shu chiziqlarimiz orqali biz talab bilan taklifni hozirgi ayni vaqtda bozorda nima boshqaryapti? Talabmi yoki taklifmi? Shularni bemalol aniqlab olishimiz imkoni bo'ladi. Bularni bugun YouTube'ga qo'yilgan darslarni ko'rdingizmi? Ko'rib chiqdim. O'sha orqali price action'ni to'liq tugatganimizdan keyin o'zi juda ko'p nimalarda o'quv kurslarida mana shu men ko'rsatib o'tganda yarmini yoki 30% o'zlariga amaliy tatbiq qilib olib, o'sha bo'yicha dars o'tishadi. Hammasi har xil. Kimdir klassika, kimdir ICT deydi, kimdir smart money konsepsiyasi bo'yicha, kimdir SNR yoki supply demand bo'lib yorishgan. Lekin umumiy hammasini bitta to'liq o'z ichiga oladigan narsa price action bo'ladi. To'g'ri, bunga juda ko'proq vaqt talab qilinadi. To'liq endi darslarda o'ziga ko'p vaqt talab qilmaydi, lekin shu darsni to'liq o'zlashtirib bozorda ishlatishimiz uchun hech bo'lmaganda 1 yillik bozorda tajriba bo'lish kerak bo'ladi. Shundan keyin bemalol bozorda nima holat bo'layotganligi, keyin mana hozir ko'rayotgan bo'lsak, Ximis kompaniyasi o'zi down trendda ketyapti, shuchan. Lekin shu shuchan holatdan kichikroq time framelardan tasdiq olib, 1 ga 2, 1 ga 3, 1 ga 5 har xil nisbatlarda savdo bitimlarini ochib, shuchan bozorda ham ozroq foyda bilan chiqib ketishlik imkoniyati bor. Xo'p. Kichikroq time frame'ga endi olganda, masalan, hozir biz uzoq muddatga emas, masalan, 1 oyga deylik. O'sha 1 oyni kichikroq time frame'ga o'tganda qanaqa vaqtda ko'rgan yaxshi deysiz?
1 soat eng kami. Eng kami 1 soat, ha? Agar bir oylik o'rta muddatda ushlamoqchi bo'lsangiz, 1 soatdan tasdiq olib, savdo bitimini ochsangiz bo'ladi. Agar haftalik, ya'ni dushanbadan boshlab shu jumagacha savdoyimni tugataman deydigan bo'lsangiz, 15 minut, 5 minutlik time framelardan tasdiq olib, savdo bitimini ochsangiz bo'laveradi. O'sha 4 soatlik likvid zonalargacha. Xo'p. Ularga yana chuqurroq kirishimiz kerak bo'ladi baribir. Ha, to'g'ri. Boshida baribir qiyinroq bo'ladi-yu. Boya aytganingizdek shu kamida shu 1 yilcha nima deydi? Bozor o'zi tarbiyalagancha borgan yaxshi. Shunaqa o'zi bir qator ko'z ham o'rganish kerak-da, nima bo'lgan taqdirda ham. Hozir men Demoshodda nima qilyapman-da, ishlayapman. Yomon emas, lekin hozircha yaxshi. Nima deydi, hozir uzoqroq muddatga emas-da, 1 haftacha bo'lib qoldi adashmasam. Yaxshigina foydada turibdi. Bozorda shunaqa narsa bor. Nima desam ekan? Demoshod hali hech kim zarar qilmagan. Yo'q, zarar ham bor. Yo'q, umumiy hisobda Demoshodda o'quvchilar orasida statistika bo'yicha qaralganda Demoshodda katta zararda yoki umumiy balansdan 50-60% minusga kirib ketgan odam bo'lmagan hali shu paytgacha. Chunki demo hisobda sizga eng katta dushmaningiz bo'lgan emotsiya bo'lmaydi. Ha, to'g'ri. Masalan, keyin bitta narsaki, demo hisobda siz 10 tagacha savdo bitimlarini ochib qo'yib kuzatib o'tirasizda, oxirida ko'rib, 10 tadan 6 tasi yoki 7 tasi o'xshatdi, umumiy men foydada ekanman deb chiqib ketaverasiz. Lekin realga o'tganda sizni depozitingiz o'zi asli qancha edi? Siz o'sha 10 ta aktivga siz savdo bitimi ochganda pulingiz yetarmidi? Keyin boshida ikkita stop lossdan keyin sizni olgan minuslarda sizni kayfiyatingiz qaysi holatga kelib qolar edi? Shunaqa narsalari bor. Xalaqit berib qo'yadigan. To'g'ri. Nima deydi? Demoshodda bozorda olingan ozgina bilim bilan agar siz o'shani robotga ulab qo'yasiz, to'g'ri robot yasab, shunga ulab qo'yasiz, o'sha bilimingiz yaxshigina foydali chiqasiz bozorda. Yoki bo'lmasam shotingizga $5000 pul tashlab turib, har bitta savdoga stopiga $10 qilib kiring, foydada yuraverasiz. Chunki 5-6 ta stop loss sizga ta'sir qilmaydi-da. Siz dalshi davom etib ketaverasiz va общий hisobda foydali chiqaverasiz. Shu tomonlari bor. Ha, to'g'ri. Demoshodda ishlaganda ham o'zi odamda nima bo'lmaydi, ortiqcha nima deydi, hissiyot yoki emotsiyaga berilmasdan. Baribir nima deydi, foyda bo'lsa ham foydada, zarar bo'lsa ham zararda ekan-ku deb boshqa kishini ham sotib olishi mumkin, sotib olishi ham mumkin. Ortiqcha nima deydi? Shunaqa qoida borki, hech qachon bitta savdoga e'tibor bermasligingiz kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Bitta savdo bilan yashamasligi kerak odam. Ya'ni bitta savdoni ochgandan keyin o'shaning natijasiga bog'lanib qolmaslik kerak. Agar har bitta savdo natijasiga bog'lanib qoladigan bo'lsangiz, sizni asabingiz ko'tarmay qoladi. Keyin umumiy bundle trade degan narsa bor. Bu ya'ni eng kami 25 ta savdo, u yog'i qo'shilib, ya'ni 25 ta bo'lib, ko'payib, ya'ni 100 ta, 200 ta umumiy jamlanma bo'ladi. Shuni bundle trade deyiladi. Ana o'shani natijasiga e'tibor qaratish kerak. Xo'p. Oddiy nima deydi, real hayotga qaraganda ham bitta ish bilan emas, qo'shimcha ish bilan ham qilish kerak deganda bitta nima ekanda bu ham? Shunaqa. Bittasiga bog'lanib, undan kelsa keldi, kelmasa kelmadi deb emas. Qo'shimcha ham investitsiya sohasi oson hisoblanadi. Umumiy sohani 100%likda shkalada olinadigan yoki 10 ballda shkalada oladigan bo'lsak, qiyinchiligini investitsiya sohasida 2 balli qiyinchilik bo'ladi xolos.
Ya'ni bitta ochgan savdo nimangiz, zelkingiz taxminan 10 kun, 15 kunda stop loss olishi mumkin. Bu sizga unchalik ta'siri bo'lmaydi. Yana boshqalarni ochib ketaverasiz. Aynan trading sohasi, ya'ni qisqa muddat ichida kichkina time framelarda savdo qilishlik, ana bu o'sha 10 dan 8 qiyinchilikni beradi sizga. Chunki har kuni kerak bo'lsa savdo bitimini ochasiz. Kichikroq time frame'da bo'lgandan keyin tezroq stop losslar bo'ladi. O'zi bu nimada savdoda ayniqsa birinchi bo'lib nimaga e'tibor berish kerak? Kapitalni boshqaruviga e'tibor qaratish kerak. Foyda bo'laveradi sekin-sekin. Birinchi bo'lib zararlarni cheklash kerak. Aniq belgilangan zararlar bo'lishi kerak. Ya'ni siz agar kunlik qisqa muddatli trade qilmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, har kunlik sizni zararingiz bo'lishi kerak oldindan belgilangan. Masalan, deylik $10,000 depozitim bor. Bugun men $50 risk qilmoqchiman. $50 ikkiga bo'laman. $25 dan ikkita savdoga risk qilmoqchiman. Ya'ni qisqa muddatli savdolar qilmoqchi bo'lsangiz kun ichida, kichikroq time frame'larda, 1 minutlik, 5 minutliklarda. Siz ikkita savdoga kirasiz, ikkalasida $25 dan risk qilishga haqqingiz bor xolos. Foydaga ham cheklov qo'yishingiz kerak. Ya'ni bir kunda ikkita stop loss bo'lsa ham to'xtataman, ikkita take profit bo'lsa ham to'xtataman. Shunaqa holatlar bo'ladi. Kech-ko'r savdo qilasiz, foyda, oxiri zararda kunda yopib chiqib ketasiz. Endi siz aytib ketganingiz, ortiqcha emotsiya ham bo'lmaydi. Как положено, так reja bo'yicha. Hamma narsa belgilangan bo'lishligi kerak. Siz bozorga kirishdan oldin sizda hamma narsa o'sha rejalashtirilgan bo'lishligi kerak. Oldin reja tuziladi, keyin savdo qilinadi va oxirida analiz qilinadi. Juda ko'p traderlar bor, ayniqsa forexda ishlaydigan traderlar bor, ko'p tanishlarimiz bor. Hamma o'zi bitta vaqtda qiladi. Bozorga o'tiradi, chartni ochadi, bo'ldi. Reja ham o'sha yerda, savdo ham o'sha vaqtda o'zida, analiz ham o'sha yerda o'zida. Hozir stopga keladi, boshqa bo'ladi, stop suraman, u qilaman, bu qilaman. Bitta miya 3 ta narsaga diqqatini bo'la olmaydi. Hamma narsa oldindan qilingan bo'lishi kerak. Reja, har bitta reja shu joydan shu pozitsiya bo'lsa yoki shu holat bo'lsa narxga savdoga kiraman, stopim shuncha bo'ladi. Take profit nisbati masalan 1/2 yoki 1/3 manga yetadi. Stopimga nima narx yaqinlashatsa stopimni surmayman. Hamma yo'q yozilgan bo'lishligi kerak, stopga keyin sizni chalg'itmasligi uchun. Kunlik tredda prям kompyuter oldida ancha payt o'tirish kerakmi yoki masalan qilib qo'yib o'zini ishi bilan shug'ullanib yuraversa ham bo'ladimi? Как бы kun tugaguncha demoqchiman. Agar sizni savdo planingiz, savdo rejangizda bir kunda bitta savdo qilaman, $50 risk qo'yaman, bo'ldi, take profitim 1/2 yoki 1/3, shu bilan chiqib ketaman degan sizni rejangiz bo'lsa, o'tirasiz, o'sha savdo nimasi shakllangandan keyin savdo bitimini ochib, take profit va stop losslarni qo'yib, bo'ldi, kompyuterni o'chirib ketsangiz bo'laveradi. Shu kunlik tredlarni ham ko'rib chiqsa yaxshi bo'lardi-da. Endi как бы masalan kunlik как бы odam yoniga ham ozgina pul kerak-ku o'shandan. Hozir siz aytyapsiz-ku, masalan risk qilish kerak dedingiz, masalan $50 deyapsiz. Значит, bu pul bilan уже сразу plus bo'lsa ham, minus bo'lsa ham сразу как бы yo'q bo'lishiga согласен bo'lib, tipo rozi bo'lib qo'yish kerak demoqchimisiz shunda? Ha, ham rozi bo'lib, o'sha $50 pul sizni umumiy depozitingizni 1% dan oshib ketmasligi kerak, tushunyapsiz? Aytaylik, depozitingiz $1000, siz $50 dan stopga qo'yib savdo qilmasligingiz kerak. Chunki podrяд 2 kun stop loss olsangiz, sizda o'sha $1000 dan 10% ketdi, $100 ketdi bo'ladi. Bu bo'lmaydi. Mumkin emas, kategorически sizni buzib tashlaydi miyangizni. Men $50 deyotganimda $5000 da hisobini olib gapiryapman. Ha, shunda общий счётdan 1% ni qo'yiladi deyapsiz. Ha, masalan sizda $5000 pul bor. Siz o'sha $5000 dan 1% ni riskovat qilib bir kunda bitta savdoga kiryapsiz. Mabodo o'xshamasa, sizni xayolingizda 100 dan 1 ketdi, menda 99 bor degan narsa turadi.
Bo'ldi, Ertasi tushundim. kuni yana savdoga kirasiz. Yana stop loss olsangiz yana cho'chimaysiz, qo'rqmaysiz. Chunki sizda hali 98 bor. 3-kuni kirganingizda 1 ga 3 nisbatda, ya'ni $150 ishlaganingizda, siz 3% ishlaganingizda, bo'ldi, menda yana 101 bor deb xayol qilasiz. Вот именно Forexda ishlaydiganlarda eng katta zarari, masalan, men Forexda halol, harom yoki joiz, nojoizligini bir chekkaga olib turaylik. Men professional trader sifatida aytaman, nima uchun ular doim juda ko'p holatlarda minusda yurishadi? Ular asosan kichkina pul bilan kiradi va kredit yelka, ya'ni marja bilan savdo qilganligini hisobiga shotiga $500 qo'yadi-da, stop lossiga 100 ni qo'yib yuboradi. Yoki umuman $500 da ham qo'yib yuboradiganlar bor. Конечно, bitta уже minus olgandan keyin siz 500 solgan edingiz, yarimi yo'q. Miya shunaqa ishlaydi. Solingan umumiy depozitdan yarimi yo'qolib qoldi deydi. Miyada shunaqa fikr turadi. Bo'ldi komfortni ishlashlik uchun kichkina depozitlarda, masalan, $1000 gacha bo'lgan depozitlarda men 2% gacha maslahat beraman o'quvchilarga. $10,000 dan yuqorilarga 0.5 dan oshirmaslikni maslahat beraman. Chunki bu soha bir yilda bo'lib qolib, bir yilda o'zidan o'zi bitamta Tahoe yo nima desam ekan, Travers oladigan soha emas, bu unaqa soha emas. Bu soha shunchaki sekin-sekinlik bilan asta-sekin bozorda opit oshirib, qo'shimcha, хотя бы masalan bir joyda ishlaydigan bo'lsangiz, deylik $500 oyligingiz bo'ladigan bo'lsa, sizga хотя бы 100 olib kelib tursin, sizni bir kunda 1 soat vaqtingizni olib, keyingi oyga 150 bo'lsin, 200 bo'lsin. Siz shunaqa holatda ketishingizda kapitalni to'g'ri boshqarib ketadigan bo'lsangiz, 5 yildan keyin ko'chadagi boshqa ishlaringizni yig'ishtirib olishingiz mumkin bo'ladi keyin. Lekin sohani 2 oy o'rgandim, 2 oy уже bozorda tajriba qildim, demoda ishladim, bo'ldi, mendan zo'ri yo'q. Ili mashinani sotib, ili to'plagan pulni qo'yib, bir xilgilabo kredit olib kiradi bu sohaga. Umuman mumkin emas. Agar yo'qmi depozit kunlik treyderlarga mayli, хотя бы bir oyda $50 yoki $100 dan umumiy o'sha kapitalga pul qo'yib, sekin-sekin oshayotgan kichikroq narxdagi $5 bo'lsa, $10 bo'lsin, shunaqa narxdagi kompaniyalarga investitsiya qilib 4 yil, 5 yil har oy $100 dan solib turavering, qancha pul bo'ladi? 10,000 pul bo'lib qoladi sizda. Ungacha qancha tajriba bo'lib qoladi? Keyin prop shotlar ham bor. Hali xudo xolasa, men bu YouTube kanalda darslarda to'liq tushuntirib olganimdan keyin balki prop shotlarda ishlashlik bo'yicha ham hali chiqararmiz, xudo xohlasa. Yaxshi bo'lardi. Buni keyin maslahatlashib ko'rib chiqamiz, xudo xolasa. Community ochish niyat bor. Agar bir 5-600 ta odam bo'lsa, shundan bir 100 ta 200 tasi rozi bo'lsa, oyiga masalan odam soniga qaralinadi. Odam soni juda ko'p bo'ladigan bo'lsa, oyiga 25,000 so'm yoki 50,000 so'm. Agar odam ozroq bo'ladigan bo'lsa, ana 100,000 dan oshib ketmasligi kerak. Shu 50,000 da atrofida bir oylik to'lovli qilib community qilib qo'yilinsa, har hafta jonli efirlar, har hafta yangiliklar, bozorda qanday ishlashlik, jonli savdolar, ularni ham qilishimiz mumkin. Faqat sekin-sekin oldin mana bu berilayotgan g'oyalardan qanday foydalanishlikni ham o'rganib olishligimiz kerak. Masalan, hamma ham bormi yo'qmi bilmadim. Hozir mana bu ekran ko'rinyaptimi sizlarga? Da, ko'ryapman. Hozir mana bu Desk kompaniyasini biz birinchi eski patoydagi bolalarga savdo g'oyasi sifatida berilganida, qatdan berilgan, hozir 4 soatlik time frame'da. Xo'p. Mana buni men o'chirib turaman. Oddiy misol qilib tushuntiraman. Mana shu ikkinchi order blokdan savdo bitimiga bolalarga g'oya berilgan. Mana shu joydan berilgan va birga adashmasam, birga mana shu blokkacha berilgan. Birga 8 savdo ideyasi berilgan. Kimlardir manetdan kira olmadi, kimdir narx mana bu joyga chiqqanda kirib oldi, juda palapartishlik bo'lib ketdi. Kimdir mana именно narx manaka kelganda savdo bitimini ochib oldi, korreksiya berayotganda zararga ketyapman deb sotib yubordi. Mana shu chiroyli o'xshab bergan savdo bitimida minusda yopganlar ham bo'ldi. Bu qancha промежуток времени bo'lgan?
Bu taxminan savdo bitimi ochilganidan keyin 15 kun vaqt oldi. Kulli tredda, значит, mana bu kichkina o'sishlar va tushishlarda qilinadi, to'g'rimi shunaqada? Xo'p, agar mana shu holatda mana men sizga 15 minutlik time frame'ga kirib ko'rsataman. Necha marta savdo bitimi ochsak bo'lardi. O'sha masalan, katta time frame'da biz o'sha bozorda impulsni ushlab olganimizdan keyin, aynan mana bu joydan impulsni ushlab olganimizdan keyin bizda mana yana ham kichkina bozorga savdo bitimini kirishligimiz uchun mana bu joyda bizda fair value gap, ya'ni imbalans zonamiz shakllangan va imbalans zonamiz ichida mana bu yerda o'zi kichkina nimalar bor, zonachalarimiz bor. Narx shu joyga keladi, ya'ni buni ob'yomli analizlarda ham ko'rib chiqamiz. Bemalol shu joyda o'zidan savdo bitimini ochib, stop losslarimizni mana bu minimumga qo'yib turib, take profitlarimizni mana bu yerda ko'ryapsiz, polni likvidlar joylashgan. O'zimizning nisbatimizga qarab qo'yaveramiz. Mana birinchi take profitimiz, ikkinchi take profitimiz, mana uchinchi take profit, mana bu to'rtinchi take profitimiz bo'ladi. Lekin kun ichida savdo qilganda menimcha 1 ga 4, 1 ga 5 nisbat o'zi juda chiroyli hisoblanadi mana. Sizga hozir taxminan qancha vaqtda ishlab bergan? Xo'p. 22 soatda ishlab beribdi. Mana shu bitim. O'zi bozor nechida ochilib, nechida yopiladi? O'zbekiston vaqti bilan hozir qishki periodda soat 7:30 da ochiladi. Kechki paytga 7:30 da bozor ochiladi, taxminan 1:30 larda yopiladi. Nimada bo'lsa, qolgan paytlarda bo'lsa, soat 6:30 dan bozor ochiladi. Xullas, Amerika mana nimani yoqib olsangiz ham bo'laveradi. O'zi UTS +5 bu O'zbekiston vaqtini ko'rsatadi yoki UTS -4 yoqib oladigan bo'lsak, bizda o'sha imенно Amerika vaqti bilan bizga ko'rsatadi. Ya'ni Amerika vaqti bilan 9:30 da bozor ochiladi. Ya'ni UTS -4 mana shu yerda bo'lishi kerak hozir. Mana UTS -4 yoqib qo'yadigan bo'lsak, soat 9:30 da bozor ochiladi o'zi. Tushunarli, rahmat. Aytmoqchimanki, mana shu bitta desk kompaniyasini o'zini qarang, mana hamma uchun ko'rsatib chiqaman. Birinchi impulsni ushladingiz. Bo'ldi. U yog'iga Fibonacci'da o'zidan ham foydalanib ketaverasiz. Bo'ldi. Mana Fibonacci OTS zona 0.62 dan bo'ldi. Savdo bitimini ochib ketaverasiz. Stop losslaringiz keyingi mana buni tagiga turadi. Buni ham o'sha 1 ga 2, 1 ga 3, 1 ga 4, 1 ga 5 xohlaganingiz mana 1 ga 3 ga qo'ying, buni ham bo'ldi. Bu ham ketdi. Savdo bitimi bu ham ochiq. Chunki bizda nima holat? Biz mana bu joygacha savdo qilishimiz mumkin qo'rqmasdan. Chunki katta time frame'da shuni kutyapmiz. 1 ochildi, 2 ochildi, mana yana kichkinaday ochib ketyapmiz, mana yana. Mana yana 0.62. Qarang qanaqa golden zonada haligi. Buni ham har doim emas, o'zi kerakli vaqtda ishlatiladi. Mana yana 0.62 ga kelyapti, shunchaki limitni ilyapti. Shu bilan yana savdo bitimi ochilib ketyapti. Mana 1 ga 3, 1 ga 3 ketaverasiz. Bo'ldi, bundan buyog'iga endi bermagan. Bundan buyog'iga impuls bilan ko'tarilib ketyapti. Lekin mana o'sha 3 marta savdoga kirsangiz bo'ladi, kichikroq time frame'larda bo'lsangiz. Va yurak baquvvatroq bo'ladigan bo'lsa, bemalol eng o'sha o'zimizni kutayotgan pikka qo'yib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi har bitta ochilingan savdo bitimini. 1 ga 18, 1 ga 7, 1 ga 6. Ya'ni har bittasiga hali aytib o'tgandek $50 risk qilganingizda, mana bunda o'sha 1 ga 18 $900 ishladingiz, mana bunda 350 ishladingiz, o'sha 1000 qancha bo'ladi? 1250 mana bunda yana 300 ishladingiz. 1550, siz $150 riskovat qilyapsiz. $1550 foyda qilyapsiz. Bu $1550 yana $50 ga bo'lib yuboradigan bo'lsangiz, siz yana 30 marta savdoga risk qilishga imkoniyatingiz bor degani. Bu menimcha juda zo'r insight bo'ladi. Bu zo'r narsa-da. Bu faqat o'sha men aytgandek risklarimizni to'g'ri boshqarishni oldin o'rganishimiz kerak. Bunaqangi ichki savdolarga tushishdan oldin. Siz aytyapsiz, reja bilan kirish kerak deyapsiz bozorga. Primerni tushuntirib bera olasizmi? Nimani aytmoqchi bo'lganingizni, reja qanaqa reja bilan kirish kerak bu yoqqa?
reja birinchi bo'lib puldan kelib chiqadi. Mani shuncha pulim bor, o'sha boshida aytganimdek, shuni 1% shuncha bo'lar ekan, bir kunda 2 dona savdo qilishga imkonim, haqqim bor, 2 marta risk qilaman, shunaqa. Hali darslar mobaynida strategiyalar o'rganamiz, kamida 3 xil strategiya o'rgataman. Kamida 3 xil. O'shandan faqat bir donasini olinadi. Aynan shu, masalan, hozir ko'rganimizda birinchi savdo bitimini ochganim boshqa strategiya edi. Qolgan ikkita ochganim faqat o'sha impulsiv divijeniyada, ya'ni impulsiv harakat tutib olganimizdan keyin har atkatidan OTE, ya'ni optimal trade entry deyiladi, 0.62 va 0.79 zonalar bor. Har safar shundan savdo bitimini ochaman. Stop losslarni oxirgi minimumga qo'yaman. Ya'ni masalan, men bu 0.62 zonalardan savdo bitimini ochaman-da, har safar meni stop lossim oxirgi minimumlarda bo'ladi. Mana reja shunaqa bo'ladi. Qog'ozga yozilgan bo'ladi. Va har safar men take profitlarimni masalan 1 ga 3 nisbatda qo'yaman. Bu oltin qoida bo'lishi kerak. Bir safar 1 ga 3, bir safar 1 ga 8 yo'q. Oltin qoida bo'lishi kerak. 1 ga 3, 1 ga 3, 1 ga 3 ishlayman degan. Yoki 1 ga 5. U har kim o'zini nafsidan kelib chiqib va bu o'rgatilgan strategiyalarni bir qator tekshirib olgandan keyin bozor qaysi holatda win rate, ya'ni 10 ta savdodan nechtasi qaysi necha nisbatda zo'r o'xshab beryapti. Masalan, men oxirgi paytlarda o'zimni juda boshim og'ritib o'tirmayapman. Men 1 ga 2 nisbat qo'yaman, bo'ldi, yetadi. Men 1 ga 2 nisbat qo'yaman. Lekin qisqa kunlik time framelarda, kunlik savdolarda men 1 ga 2 nisbat ishlayman. Lekin uzoq muddatlilarda men qo'rqmasdan birinchi ushab olganlarimni oxirigacha qo'yaman. Bu endi uzoq muddatli bo'ladi va bunda stop lossim ekstremalniy zonada bo'lmaydi, menda bu yerda bo'ladi. 1 ga 10. Shu oxirgi marta ishlaganim shu 1 ga 10 nisbatda deskda ishlab oldik. Lekin kun ichida ishlaganda men 1 ga 2 nisbatda o'zimga komfortni deb hisoblayman. Stop lossim menda jicha balandroq, $50 bas, jicha balandroq ishlayman va menga kunlikka bemalol yetib ortadi. Reja shunaqa bo'lishi kerak. Har safar savdoda imminni o'sha reja bo'yicha ishlashimiz kerak. O'zgartirmaslik kerak. Keyin juda ko'pchilikda hali bo'ladi yoki boshlangandir ham, juda ko'pchilik treyderlarni kuzatishga o'tib ketadi. Ya'ni Telegramda, YouTube'da mana bu bozor yurib turgan chartni o'rniga treyderlarni kuzatishadi. Nimani analiz qilyapti, nima qilyapti, nima deyapti, mana strategiya qanaqa ekan, bu qanaqa ekan. Menda shogirdlarim bitta shu OTE zonani o'zi bilan cho'tki savdo qilayotganlar bor. Qolganiga umuman qaramaydi. Qo'pol qilib aytganda, qolgan berilgan strategiyalarga tupurib qo'yishgan. Menga deydi shu komfortni, men boshimni og'ritmayman. Qarayman, impuls bormi? Bor, korreksiya boshlanganmi? Boshlangan. OTE zonani tortadi, 0.62 ga entry deb qo'yishadi. Stop loss oxirgi minimum, take profit 1 ga 2 yoki 1 ga 3. Bo'ldi, turib ketadi, ishini qiladi. Xollasa zalga boradi, xollasa o'zini boshqa ishi bor, boshqa ishiga ketadi. Bu trading degani bu o'tirib olib kunda 8 soatni kun vaqti bo'lsa 8 soat o'tirish kerak degani emas. Bo'lmaydi bunaqa. Qarang, menda hozir $200 borda, uzoq muddatli investitsiyaga olib qo'yganman bu pulimni. Hozir shu tushuntirib berganingizdan keyin aytyapsiz, что faqatgina 1% bilan kirish kerak deyapsiz, lekin 1% как-то вообще kam bo'lib qoladi. Ha, keyin $200 bilan savdo ham qila olmay qolasiz. Masalan, desk mana hozir 85, hozirgi danniy moment уже $90 dan ham oshib ketdi. Siz 2 dona ola olasiz. 2 dona olganingizdan keyin sizga 1 ga 3 yurib beradimi yoki stopingizni oladimi? Siz xohlagan stop lossingizga 50 yoki take profitga 100 qo'ya olmaysiz. Mumkin, iloji yo'q bu narsani. U uchun baribir depozit talab qilinadi. Sizni holatingizda har oy o'zingizdan orttirib, Isroil Samatovda o'zlari ham
ba'zi o'quvchilarga hisoblab bergan narsalari bor-da, biz ko'rishib o'tirganimizda o'quvchilarga hisoblab bergan. Oddiy taksida komfort bilan ekonom, taksida masalan yurasizlar. Komfort bilan ekonomni o'zida bir oyda qancha pul ekonom qilish mumkin? Shulargacha hisoblab, oddiy studentlarda bo'layotgan narsa. Bir oyda o'zida $50, yeyotgan ovqati, komfortdan ozgina voz kechish kerak. Shundan kelib chiqib oyiga $50, $100 bemalol ekonom qilib bergan holatlarini ko'rganmiz-da, hisob kitobda o'zida. Oldin bilim olish mobaynida siz depozitni ko'tarib borishingiz kerak. Yoki bo'lmasam bilim zo'r bo'ladigan bo'lsa, endi prop shotlar bor. Ya'ni siz $120 to'laysiz, bir oyiga har oy $120 to'lab yurasiz platformasiga. Sizga $30,000 pul beradi. Boshida 6% foyda qilib bersangiz, bo'ldi. Dashi o'sha pulga siz savdo qilib yuraverasiz. Qilingan foydani tam har xil 50, 60, 80% gacha sizga foydadan bo'lishadi ular. Bu halol. Yo'q, halol u narsalar o'zini nimalari bor. Ko'pchilik bu narsani o'ylaydi, prop shot oson deb o'ylaydi. Yo'q, prop shot haqiqiy o'zingizni pulingizda savdo qilishdan ko'ra qiyinroq, chunki ularda qoidalari ko'p. Hattoki bir kunda qiladigan foydangizgacha qoidalar qo'yib qo'yishgan. Men o'zim 1-2 marta o'taman deb turib, kunlik $500 dan oshiq foyda qilish mumkin emas. 2,000-3,000 foydaga chiqib ketib qolaverib, 2,000-3,000 foydaga chiqib ketib qolaverib, men Isroil Samat ustozni o'ziga tashardim men. Men Farg'onalikman, ular Toshkentda. Qarang buni, ustoz buni qarang deb tashlasam kulishardi. Siz foyda qilib o'talmayapsizmi imtihondan deb. Shunaqa konsensus degan narsasi bor, muvofiqlik sharti bor. Foyda ham ko'p bo'lib ketmasligi kerak, чтобы sizni katta risk qilib yuboryapti deb o'ylab yiqitadi imtihonda. Shunaqa holatlari bor. Qiyin, prop shotda ishlash qiyin. Farruh aka, sizdan yana bir savol bor edi. Bemalol, Saidamir aka, assalomu alaykum. Siz charchasiz, muxlisaga siz gapingiz tugagan bo'lmadi, endi siz gapirib bordim, indamaganingizmi? Yo'q, bemalol. Xo'p, bugungi hozir Saidamir aka hamma uchun aytibdi, she'rlaringni jumlasi tugagandan keyin shu bir-birlarimizni hurmat qilib, bemalol hammani mikrofonni ochib qo'yganman. Bugun hamma bilan dildan suhbat qilamiz. Saidamir aka yo'qoldimda. Men tushunmayapman-da. Hozir men o'zim ham ochib oldim kompyuterda $50 risk qilib $900 pul topishni deyapsiz. Mana joyiga men tushunmayapman. Qanaqa qilib? O'zi mana hozir men ochdim, примерно $80 dan meni sotib olib o'zi yo'q turibdi narxi. Yo'q, men tushuntira olmadim shekilli. Men $50 risk qilgan holatda deyapman. Ya'ni qanaqa bo'lsa, o'shani tushuntirib bering. Qarang, bunday qilamiz. Xo'p. O'chiramiz. Aytaylik, mana bu biz 15 minutlik time frame ga kirdik va deylik, birinchi bo'lib mana buni biz nima nastroyka qilib olishimiz kerak. Ya'ni mana long pozitsiyamiz bor-ku, shuni nastroyka qilib olishimiz kerak. Bu uchun nastroykasiga kiramiz. Kirib, mana bu joyga masalan $5,000 yoziladi. Mana 5,000 yozasiz. Hech narsasiga qaramagan holatda risk degan joyini mana 1% qilib qo'yishingiz kerak. Ko'rdingiz-a? Nastroykasiga qayerdan kirasiz? Bitta ko'rsatib oling. Mana chiqaman. O'zini ustiga ezgan holatda mana bu joyda chiqadi. Mana hammada har xil joyda turadi. Mana nastroykasi shu. Ranglarini o'zgartirishimiz mumkin. Chiqdi tepada, keyin qayerga kiriladi? Mana chiqqandan keyin mana ключ rasmi bor. Nastroyka. Bo'ldi, ko'rdim. Shunga kirib argumenti degan bo'limdan razmer shot, ya'ni hisobda razmeri qancha? Masalan, 5,000 ni belgilaymiz. Bundan keyin riskni belgilab qo'yamiz. 1%. Qolgan hech narsaga tegmaymiz-da. Shuni masalan sahranit qilib qo'yishimiz mumkin. Mana shablon degan bo'limiga kiramizda, sahranit как, masalan, $50 degan qo'yib qo'yishimiz mumkin. Bo'ldi. Har safar biz bunday qilib kirganimizda, mana shu yerdan $50 deb talab qo'yamiz-da. Bo'ldi, bizda turibdi shablonimiz bor. Endi qayerdan olmoqchi biz? Biz aytaylik, mana bu joy yo'q edi deb turaylik. Mana endi korreksiya bo'lib tushib kelyapti. Buni masalan belgilab qo'yaman, chunki hozir bozor yurib bo'lgan.
mana belgilab qo'ydim. Biz aytaylik, order blok mana bu zonadan sotib olmoqchimiz. To'g'rimi? Xo'p, buni olib kelyapmiz-da, shu joyga qo'yyapmiz mana. Shu joydan sotib olmoqchiman va stop lossni qatga qo'ymoqchiman. Stop loss mana oxirgi minimumga. Bo'ldi, mana take profitni umuman qizig'i yo'q. Stop lossni siz ko'rsatsangiz bo'ldi, qatdan olishligingiz va stop lossni qatga qo'yishingizni ko'rsatsangiz, mana bu joyda endi ko'ryapsiz, mana aytayapti. Sizda deyapti, shuncha $5000 pulingizdan siz mana shu joydan 48 ta shu aktivdan sotib olsangiz va stop lossingizni QTY degani mana shu. Ya'ni nechta aksiyaligi? Ha, mana количество, call water количество 48 ta shatda sotib olsangiz, agar mabodo stop loss mana shu narxga kelib sizni zararda yopsa, $4950 pulingiz qoladi deyapti, o'zi ko'rsatib beryapti. Endi ko'rsatdi, to'g'rilab oldim. Take profitingizni xohlagan joyga qo'yasiz. Masalan, 1ga 6 masalan 1ga 6. Bunda ham yozib beradi. Qancha foyda qilayotganingiz. Mana 5000 pulingizga $306 qo'shiladi deyapti. 5310 bo'ldi menda. Endi keling shuni sinab ko'ramiz. Rostmi yoki yolg'onmi? Shuni bir ko'raylik. Bu joyda, masalan, metro qo'yib qo'yay. Shu joyda mana men hozir sal tepaga men order blokni o'ziga ko'tardim. 32 ta ol deyapti mana. 32 ta olasan deyapti. Chunki narx sal teparoqqa ko'tardim. 1ga 4 nisbatga qo'ydim. Ko'rdingiz, hech narsa o'zgarmadi. Prosta mana joyda turuvdi, men order blokni o'ziga qo'ydim mana. 1ga 4. 32 ta ol deyapti. Endi mana yerdan o'sha paper tradingni yoqib, mana paper tradingni yoqib olaman. Men demo shotni sinab ko'raman hozir. Rostdan ham o'sha yerdan olsam, menda $50 stop bo'ladimi yoki yo'qmi? Mana kupit bo'limiga kirib, mana bu joyga bizda nechta deyapti? 32 ta ol deyapti, to'g'rimi? 32 ta. 32 ni yozamiz va limitni ezsak, ekranda o'sha nimamiz chiqadi. Buni o'chirib qo'ysak bo'laveradi. Bozor ishlamayotganiga chiqmayapti shekilli. Kupit, range-ni, limitni. Bozor ishlamayotganiga chiqmayapti menimcha. Bugun o'zi trading viewda nimadir bo'lyapti. Mayli, kalkulyatorda hisoblaymiz aka. Oxirigacha yetkazib qo'yaylik. Oxirigacha yetkazamiz. Qarang, 80-55 dan olishimiz kerak ekan. Kalkulyatorim ko'rinyaptimi yo'q bilmayman. Xullas kalkulyatorda yoqib oldim. 80-55 narxda ko'paytiraman 32 ga teng. $2577.6 pul ketyapti mendan. Umumiy shotimdan. Endi stop lossim 79.00 bo'lyapti, to'g'rimi? Tak, stop loss shunaqa 79. Mana ko'rsatib turibdi, 79.00 da ko'rsatib turibdi. Endi buni ham ko'rishim uchun nima qilishim kerak bo'ladi? 80-55 dan ayiraman 79.00 bo'ldi. 79 dan ayrayman. 1.55. Hozir 1.55 qolyaptimi? 1.55. Ko'paytiramiz 32 ga. Teng. $49.60 chiqyapti, to'g'rimi? Kalkulyatordan hisoblab ko'rsalaring, chiqaveradi yoki kalkulyator ko'rinyaptimi? Yo'q, shunaqa. Yo'q, men ko'rmayapti kalkulyator. Bo'ldi. Mana hozir kalkulyatorda ko'rganimda ham shunaqa narsa bo'ldiki, mana bu joydan 32 ta sotib olib, stop lossimni mana bu joyga qo'ysam, mendan $49.60 zarar bo'lyapti ekan. Lekin umumiy 32 ta sotib olishim uchun mendan $2700 talab qilinyapti. Men aytayotgan $50 risk deganim, $50lik olib turib, mana bu joydan 900 yoki boshqa ishlamayapmiz. Bizda kapit depozitimizda ham mana bu pul bo'lishligi kerak, shu narsani ishlatishimiz uchun. O'shaning uchun $50 risk qilib deganingizga men tushunmadim. $50 ga. Yo'q, $50 risk deganim $5000 depoziti bor odamga nisbatan aytdim. Shu tomonlari bor.
Depozit ham poзволять qilishga, chunki bizda marja yo'q-ku, spotoviy savdoda ishlayapmiz. Bizda marja yo'q. Pulimizga nisbatan olamiz xolos. Boshqa ola olmaymiz. Nimaga faqat 2700 ga olinyapti, 5000 ga emas? Agar mana stop lossda agar 1% ga qilsa 50-ligicha turibdi-da, o'shaning uchun общий qo'yilgan 5000 dan 50% risk olamiz degani bu, to'g'rimi? Ha, 1% risk olyapmiz. Agar umumiy agar $5000 sotib oladigan bo'lsak, mana bu joyda biz stop loss yeydigan bo'lsak, biz endi ajratgan 1%imiz, ya'ni $50 bas, biz mana bu joyda 90 nechidir dollar zarar qilib qolamiz. Biz riskimizdan chiqib ketmasligimiz kerak. Biz har doim foydaga umuman qaramaymiz. Biz har doim yo'qotadigan pulimizga qaraymiz. Chunki bozorda hech kim bilmaydi qatga yurishini. Любой kelsa men sporlashib ham qo'yaveraman, nima desa farqi yo'q. Hech kim ayta olmaydi. Shunchaki hali veriyatnost bo'ladi-ku, nima o'zbekchasiga nima bo'ladi? Taxmin. O'sha taxminiylik foizini ko'paytiradigan bizning strategiyalar bor. Mana bu zonalarda katta o'yinchilar kiryapti, boshqa bo'lyapti, o'shalarni ko'rgan holatda ob'yomlarga qarab, shu holatda narx oshib ketishligi mumkin degan ehtimol bilan kiramiz va masalan 2 yo 3 stop lossdan keyin bitta mamnaqangi holatda savdo bitimi ushlab olsangiz 1:5 nisbatda. Siz har safar $50 dan risk qilib 3 marta $150 masalan 50 150 yo'qotib turib bir marta bunaqa 1:5 ushlab olsangiz, ya albatta 250 ushlab olgan bo'lasiz. Bo'ldi, siz hali yo'qotgan 150 bilan plus minus bo'lgan holatda siz sof 100 bilan chiqib keta olasiz bozordan. Hamisha shu narsa bilan yurish kerak. O'zi shu, stop loss pasaytirsangiz, aniqda qanaqani aksiyani soni kamayaverar ekan. Ha, shunaqa, chunki narx oshyapti-da, stopga qo'yadigan narxingiz kattalashyapti, aksiyalar soni kamayib ketaveradi. Chunki siz aniq stop lossga summa bergansizda, men 50 risk qilyapman xolos deyapsiz. Shuni sizga avtomatik hisoblab beryapti. Buni darslarda ham o'rgatgandim, ko'pchilik baribir tushunmay qolgan ekan menimcha. Eng zo'r ko'rib oladigan narsa shu. Nechta olishingizni shunday ko'rsatib beradi. Farqi yo'q, xohlagan kompaniyangiz, summasini ham qizig'i yo'q. Xohlaganingizga kirasiz, ochasiz, bo'ldi. Unda ham xuddi shunaqa ketaveradi, bemalol. Yaxshi. Shunaqa gap. Kimda savol bo'lsa, bemalol. Kimda yana savollar qoldi? O'tkir akada mikrofonlari o'chiq ekan, yoqib qo'yaman. Hammada do'st bor, mikrofonni yoqib. Og'abek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz shu yerda hozir aytdingiz, ya'ni day trade haqida gap ketdi. Biz bir kun ichida, ya'ni aksiyalarda bir kun ichida aksiyani olib sotishga ruxsat bormi bizga o'zi? Shu narsani juda ko'p joyda noto'g'ri tushuntirishar ekan. Men o'zimni tushunchamdan va bu narsaga fatvosini ham ko'rgan odam sifatida aytaman. Qarang. Sizda depozitda $1000 pul bor. Hop. $1000 pulingiz bor. Bir kunda siz shu pulingizni bir kunlik ishlash kuchi bor sizda. Aha. Aytaylik, siz bitta savdo bitimiga umumiy $1000 pulingizdan $300 ishlatdingiz. Hop. $300 ishlatdingizda yo foyda yo zarari bo'ldi, o'sha kunda o'zida sotib yubordingiz. Sizda endi mana bu $1000 pulingizga bu 300 foyda yoki zarari bilan kelib qo'shiladi. Faqat mana bu pastida shunaqa narsa bo'ladiki, покупательный способность degan narsa bor. Sizda endi mana bu foyda yoki zarari bilan qaytib kelib sotilgandan keyin общий idishingizga tushgani bilan sizda mana bu joyda siz 300 ishlatib bo'lganligingiz uchun sizda $700 quvvati bor bugunga savdo qilishlik uchun.
Nimaga? Chunki mana bu $300 savdo qilgan aktivingiz siz olib 15 minut ichida sotib olganingizdan keyin keyingi odamning nomiga оформление bo'lishligi uchun bir kun o'rtacha vaqt ketadi deb T+1 degan qoida bor. Oldin bu 3 bo'lgan. 3 kunda tushgan. Hozir T+1, ya'ni trade plus 1 degan qoida bor, brokerning qoidasi. Shu uchun mana shu 300 kak zalog sifatida turib turadi xolos. Shuni yaqinda shularni ham yo'qotish kerak, yo'qoladi. Chunki mana bu 3 dan 1 gacha tushib keldik. Yaqinda T+0 bo'lib qoladi. Bemalol juda tezlik bilan savdo qilishingiz kerak bo'ladi. Masalan, kripto birjalarda shunaqaki, $1000 plusga xohlasangiz bir kunda 1000 marta savdo qilasiz. Chunki kriptovalyuta juda tez tushadi, hamyondan hamyonga, shuni hisobiga оформлениеga vaqt ketmaydi. Aksiyalarda sizning nomingizdan boshqa nomga o'tishligi uchun bir kun vaqt ketadi, lekin sizni savdodan to'sib qo'ymasligi uchun aynan shu pulingizni zalog sifatida ushlab turadi, sizda bu bo'ladi. Keyin mana shu 700 dan masalan 600 ga yana savdo qildingiz, olib sotdingiz. Bo'ldi, sizda mana yerda $100 imkoniyatingiz qoldi xolos savdo qilishga. Agar shuni tushunmasdan yana savdo qilaveraman, siz 1-2 marta inglizcha xat keladi. Juda ko'p o'quvchilarda kuzatdim. Men hattoki ruscha kelganini ham tarjima qilishlikka erinib, "Metta nima deyapti?" deb bizga tashashdi. Biz-ku ko'rib beraveramiz, lekin odam o'zi ham sal harakatchan bo'lishlik kerak. Endi batta o'sha o'quvchilarimizdan bormi yoki yo'qmi bilmadim. Tarjima qilib ko'rish kerak. Brokerdan nimadir kelyaptimi? Uni hech bo'lmaganda ChatGPT ga qo'yib turib, nima deyapti o'zi bu degan sal odamga tushuncha bo'lishi kerak o'zi uchun. O'shanda sizni ogohlantiradi. Ya'ni mana shu hisobni quvvatidan tashqari ko'proq siz narsaga, chunki общийda sizda o'sha 10 mingingiz ko'rinib turaveradi-da. Siz buyruq beraversangiz 2 marta, 3 marta ogohlantiradi-da, keyin 90 kunga blokirovka qilib qo'yadi shotingizni. 90 kun siz savdo qila olmaysiz keyin. Qoidani buzding deydi. Tushunarli. Shu. Joizlik tomonidan ham bu narsa joiz deb berilgan. Demak, savdo qilganimizda, misol uchun $300 sarfladik. $300 misol uchun aytaylik, foyda bilan chiqdi $200. Ya'ni bizda shunda o'sha shotimizga o'sha pul qaytib keladimi? O'sha srazu o'sha kuni ham masalan qarang, siz $300 pulingiz bilan savdoga kirdingiz, deylik $200 foyda qildingiz-da, sizning shotingiz $1000 dan 1200 bo'lib qoldi, 200 foydangiz bilan. Hattoki kelgan foydangizni ham ertaga o'tkazadi sizga. Haqiqiy nima, lekin shotingizga kelib tushadi. Shotingizga kelib tushadi, lekin u pul sizga o'sha 300 ni ishlatganingizdan kelgan foyda bo'lganligi uchun ham o'sha pul bir kun osilib turadi. Ya'ni o'sha kuni bugun savdo qildingiz, yopdingiz, ertasi kuni yana o'sha soat 6:30 yoki qishki periodda 7:30 da bozor ochilganligini hisobiga o'sha vaqtgacha sizga o'sha yana qaytib kelib tushadi o'sha pul. Bo'ldi, tushunarli. Bo'ldi. Bizga birinchi T+1 o'rgatishganda men shunaqa tushunmaymanki, aksiya sohasida, ya'ni bir kun ichida savdo qilish ilojisi yo'q deb o'ylayman. Buni bittasiz bas. Yaqinda Zayniddin kuratorda o'zi Farruh aka shunaqa bir kun ichida ba'zi payt zararda qolib ketyapman, sotolmayapman, shu narsani bizga mumkin bas deb tushuntirishgan deydi. Zayniddin aka ko'rib qolsam, sizlarga ham topsam qarab ko'raman, tashlayman sizlarga ham. Zayniddin shu narsani IOFI organizatsiyasi o'sha Muhammad Taqiy Usmoniy hazratlarini qo'llarida ishlaydigan turkiyalik hozir Nazirxon degan domla borlar, o'sha IOFI organizatsiyasida ishlaydilar. O'zlari ham juda katta fatvo ilmi bo'yicha kuchli inson. O'sha odamni o'zlari ham shu narsaga ruxsat bergan, ya'ni shu narsaga bu joiz narsa deb fatvo bergan. Men qo'l qo'yib pechat bosganlarigacha men ko'rganman. Men chunki o'zim o'sha oldingi o'qigan boshqa joylarimda ham, men endi hozir nomini aytsam to'g'ri kelmas, o'sha yerlarda ham men ko'rganman bu narsani. Undan nima yo'q, bemalol ko'ngilda xotirjam qilib savdo qilsa bo'laveradi. Demak, broker bizni bloklashiga sababi, ya'ni o'zimiz shotimizda pul qolmadi, ya'ni ishlatilmagan, savdoga kirmagan pul qolmagani uchun bloklab qo'yar ekanda.
Ha, chunki qaysi broker sizga shariat mezonini tushunadi? To'g'ri, unisi ham bor. Chunki u Amerikada joylashgan bo'lsa, ular xristian dinida bo'lsa, u aytmaydi-ku, san diniy bir nimada xatolik qilib qo'yding, nojoiz harakat qilib qo'yding deb blokka solmaydi-ku. Buni brokerda o'zini qoidasi bor. Bir kun ichida shu оформление ichi shu pul turib tursin masjidda deydi. Bo'ldi, boshqa nimasi yo'q. U pul muzlab qolmaydi, u pul hech qayerga ketib qolmaydi. Shunchaki, ya'ni ingliz tilida aytganda ownership rights deydi, ya'ni o'shalik aksiyani egalik huquqi almashgandan keyin sirasi tushadi u pul. Shunaqa. Bo'ldi, chunki bunga nima uchun joiz deyilgan? Sizga bugunda o'zida 5 minut ichida olib sotishlikda sizni olib sotgan pulingiz turibdi-ku havoda. Aha. Siz baribir o'shanga mas'ul bo'lib turibsiz-ku. Shuni hisobiga joiz deyilgan. Siz hali ham javobgarligingiz bor, shuni hisobiga olib sotavering bemalol. Baribir siz javobgarsiz, ertaga uni nomiga o'tmasdan yana qaytib kelib qolsa, nimadir texnik xatolik bo'lib, sizga qaytib kelib qolsa, sizni hali pulingiz yana baqa chiqib ketib, sizga aksiya qaytib kelib qoladi degan ma'noda. Bu narsa endi milliondan bir bo'lib qolsa kerak menimcha. Lekin meni o'zimda bo'lmagan hali shuni aytgansiz. Tushunarli. Men tushundim, ustoz, rahmat. Men zo'r tushundim shuni endi. Bo'ldi. Farruh aka, yana bitta savol bor edi. Bemalol aka. Mana shu poyezdga bosasiz, mana hozir tepada sizda HIMS turibdi menimcha. Aha. Poyezdga kirib HIMSni bossangiz, mana hozir bir men ham bosganimda bir 6 xili chiqib kelyapti. Masalan, HIMS stock NYSY masalan o'ng qo'lda BMV. Siz mana yerdan qilyapsizmi? Ha, o'sha yerda. Hop, mana ochdim, mulada aytyapsiz. Ha. Mana shularni. Bu nima bu? Mana 6 xili turibdi. O'ng qo'lda mana NYSY. Qarang aka, qarang. Bizda birjalar juda ko'p. Birjalar juda ko'p, lekin biz asosan Nasdaq va NYSE birjasida savdo qilamiz. Mana bu BMW birjasi boshqa, masalan, Yevropaniki bo'lishi mumkin, BIVA Hindistonniki bo'lishligi mumkin, har xil. Lekin har bittasini boshiga mana stok, ya'ni aksiya deb yozib qo'yyapti. Hammasi to'g'ri. Aksiya. Qaysi birlardadir, masalan, men yerda bond deb qo'ygan. Ya'ni bu qimmatli qog'oz. O'sha HIMSni qimmatli qog'ozi bu CFD bo'ladi va aksiya emas. Mana har xil, mana fond ETFlar ham bor ekan, HIMZ ekan bu. Bizga eng kerakli bo'ladigani bizga o'zi birinchida chiqarib beradi har safar. Yo NYSE chiqadi yoki Nasdaq chiqadi. Mana xohlagan boshqasini ham qidirib ko'rishimiz mumkin. Masalan, boshqalarni bir qidirsa, anaqa ham chiqib keldi kelgani. Davlatlarni anaqasi ham Shveysariyaniki, Amerikaniki, Angliyaniki qimmatli qog'ozlarmi? Bayroqlarning rasmi chiqib keldi-da. Ha, bo'lishi mumkin. Siz mana shu imkoni boricha NYSEga e'tibor berasiz, Nasdaqga e'tibor berasiz. Qolganlarda baribir biz savdo qila olmaymiz. Bizni brokerlar faqat shu NYSE bilan Nasdaqdan olib beradi. Nimaga? Ishonchli birja bo'lganligi uchun, kuchli birja bo'lganligi uchun. O'sha hayron bo'ldim. Bir xil yozsin, ikki xil chiqib keladi. O'shanga hammasi har xil kompaniyami deb tushundim men. Endi imkoni bo'lsa mana buni FSEdan aksiyaga o'tkazib qo'ying. Yana ham kamayadi. Lekin chiqaradi, lekin ancha kamayadi. Mana menda ikkita qoldi xolos. Haqiqiy NIOdan ikkita qoldi xolos. Menda hali ham shu turibdi, stokka o'tkazsam. Shunaqa, o'sha NYSE bilan nimaga e'tibor beramiz xolos? Nasdaqqa bo'ldi. Qolgani kerak emas. Keyin bularni ham qaysi birgadir bir kirib ko'rdim, ikki xiliga narxi ikki xil ko'rsatdi-da. Ha, chunki boshqa birja bo'lganligi uchun narx shunaqa sizga ikki xil ko'rsatyapti. Mana aksiyani o'ziga kirib poyezdga hech yozmasam, faqat Nasdaq bilan NYSE beradi xolos. Hammasi mana. Nasdaq, NYSE mana bo'ldi. Boshqa hech nima aralashmaydi, ko'ryapsizmi? Mana. Poyezdga hech yozmasam, to'lqa Nasdaq bilan NYSE beryapti. Demak, biz poyezdda ham, interaktiv brokersda ham o'sha yozganimizda boshqa birja chiqib qolsa esiz olib bermasligi mumkin yoki boshqa narxlarda boshqa narsaga o'tib ketib qolishligi mumkin. O'shanda poyezdga interaktiv brokersda ham poyezd berilayotganda imkoni boricha bir qator qarab qo'yish kerak bo'ladi.
Shu tomonlari bor. Yana kimda qanaqadir savollar bo'lsa, qarang, конечно, hozir savolim aksiyaga tegishli emas-u. Kriptovalyutaga qanaqa qaraysiz? qaysi jihatdan? No, diniy sifat. Men joiz deb hisoblayman. O'zingiz ham ishlatasizmi? No, как бы savdo qilasizmi kriptoda? Ishlataman, savdo qilaman. Просто Chunki yaqinda mana hozir kriptovalyutada men kartoshka bilan buxanka non ham sotib olyapman. Boshida bu narsa pul bas, orqasida hech qanaqa davlat yo'q degan narsalar haqida ko'p gapirishdi, boshqa qilishdi. Yo'q, men uje buni pulligini ham bilaman. Menda plastik kartam ham bor. Kriptoniki O'zbekistonda uje sotilyapti. Mana shuni o'qidim-da. Вот мнение ученых mas ikki tarafga bo'linyapti-da. Tipo bittalasi aytayapti, что bu pulni ham ishlatilmayapti deyishdi-da. O'shaning uchun joiz deb aytishgan ko'p, masalan, uchonliklar вот islomda. Вот bir xillari bitta gapirishgan, bo'ldi, bunga даже qarashmayapti ham. Tipo kriptovalyutani boshqa absurdatsiya qilishmoqchi emas. Yo'q, endi har kim o'zi uchun ajratib olishligi kerak. Masalan, men kriptovalyutani nimaga uncha qolganlarning fikriga qaramayman. Aytaylik, sizda $100,000 pulingiz bor yoki $1 million pulingiz bor deylik. Tasavvur qilib turaylik, $1 million pulingiz bor. Sizniki, shaxsiy, sizniki, o'zingizniki. Siz O'zbekistondan boshqa davlatga shunchaki chamadoningizga solib olib chiqib ketalasizmi? Yo'q, конечно. No, demak, u sizniki bas ekanmi? Ko'ryapsizmi? Lekin menda hozir aytaylik 10 ta bitcoinim bo'lsa, kim mendan to'xtatib qoladi, uni bemalol olib chiqib ketishimga? Hech kim. Demak, bu pulni kontrol qilisha olmayapti. Shuni hisobiga hozircha unaqa ruxsatlar, boshqalar, fikrlar rostdan ikkinchi simbolik mana bitta narsani qarang. Biz ko'pincha pul bilan nima qilamiz? O'tkazmalar bilan ishlaymiz. Har safar 1%. Zerikdik biz ham uje. 1%. $100,000 pulni 100 marta qabaqa o'tkazsangiz 1%dan yechib olaversa bo'ldimi? Tugadimi pul? Da, ustun. Lekin kriptovalyutada farqi yo'q. $1 million o'tkazsangiz ham $1, 500 ming o'tkazsangiz ham $1. Shunaqa narsalari bor. No, da, возможно, kontroldan chiqib ketmasin deb qilishgan bo'lishligi ham mumkin. Yo'q, hammada har xil. Men joiz, nojoiz tomonlaridan men to'g'risi biz eshitgan ba'zi bir domlalarimiz ham boshqa siz aytgandek, joiz deydi, nojoiz deydi. Endi men bu narsaga juda ko'p to'xtalmoqchi emasman, chunki bu siyosiy nima ham bo'lib ketib qoladi. Men lekin savdo qilaman. Nimalarni sotib olgansiz, masalan? Yo'q, kunli trade. Men kriptovalyutaga investitsiya qilmayman. Bo'ldi, tushundim. Investitsiya bilan ishlamayman. Вот ularda savdo qilishlik uchun realniy professionallik bo'lishingiz kerak. Bunda, значит, aksiyalar bilan savdo qilib keyin masalan 1 yil, 2 yil o'pitim bo'lsa-da, kriptoga o'tsa bo'ladimi? Bo'ladi, bemalol. Aksiyani ham oson degan joyi yo'q. Aksiyada ham qisqa muddatli savdolar oson emas. Hammasida bir xil. Bozor mana men o'sha agar YouTube'da bugun ko'rgan bo'lsangiz, joylashtirgan videoyimni o'sha 7 xil, 8 xil nimalarda ishlaymiz dedim, konsepsiya bo'yicha. O'shalar bozorda xohlagan time frameingizda, xohlagan bozoringizda, xohlang forex, xohlang kripto, xohlang aksiya bozorida. Xullas, ekranda ochganingizda mana bunaqa candle, ya'ni sham ko'rinyaptimi, bo'ldi. Hammasida bir xilda ishlaveradi. Значит, kriptovalyuta bilan aksiyalarning savdosi bir xil, Bir xil ishlaveradi. O'sha men aytilayotgan strategiyalarda hammasida bir xil ishlaydi. Ozgina vaqtlarida farq qiladi. Ozgina jicha-picha nimalarda farq qilishi mumkin. Masalan,
Mana oddiy misol, imbalans zonada mana bozor откат olib ketyapti. Katta time frame, agar uzoqroq muddat ishlaydiganlar bo'lsa, shuni o'zidan o'zi savdo bitimiga kirib qo'yaveradi. Uzoqroq muddat ishlaydigan mana imbalans zonasini 0.5 ga oladi, stop ham qo'ymaydi kerak bo'lsa, bo'ldi. Tepada nima bor? Likvid bor, bo'ldi. Mana shu yerga tushib o'tiraveradi. $70 Xims tushib o'tirishaveradi. Nimaga? Sabab bor o'sha. Hali nima desam ekan, o'sha 1-2 yil bozorda o'tirganingizdan keyin ko'p narsalarni ko'rishni boshlaysiz bozorda. Oddiy bitta shartni o'ziga bunday o'tib qaraganingizda ko'rinib qoladi. Faqat shunga vaqt kerak, ozgina. Kulli savdoda necha puldan kirsa bo'ladi? Смотря necha pul foyda qilmoqchisiz. Значит, foydamni ham bilib kiriladimi yerga? Masalan, siz $200 pul bilan, hozir shotingizda bor $200 pul bilan bir kunda $50 pul ishlamoqchiman deb kira olmaysiz bozorga. Chunki bir kunda 30% foyda qila olmaysiz. Chunki bitta aksiya mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu aksiya 4% yuribdi. Mana bu 6% orqaga yuribdi. Bu 3%. Xullas 6%, mana eng kattasi 6% ko'rinib turibdi shu joyda. Siz shuni 3dan birini ushalasiz. To siz haligi savdo nimangizga kelgunicha harakatlar 3dan birini ushalasiz. 6% dek harakatdan siz 2% ushalayapsiz xolos. Endi o'sha 2%ni nasmatri qaysi summaga nisbatan ushalayapsiz? $200 2% ushalaydigan bo'lsangiz, siz $4 ushadingiz. $1000 ga nisbatan 2% ushasangiz, siz $20 ushadingiz. $100,000 ga nisbatan 2% ushasangiz, siz $2000 ushadingiz. Alal oqibat baribir bozorda oxiri pulga taqaladi. Mana o'zimni o'quvchilarim bor, hali shaxsiy individual shug'ullanadigan bolalar bor. Ular kriptoda ishlashadi ko'proq. Forexda ham savdo qiladiganlar bor. Men to'liq o'rgataman bozorda, o'rganishadi. Kim nimada qattiq xohlasa ishlashaveradi. O'shalar o'sha $1000, $2000 depozit bilan bir kunda 30, 50. Endi ular kunlikka qarashmaydi, asosan o'rta muddat. Hali haftalik savdo qilishadi. O'shanda ham bir haftasiga 200, 300 bo'lmagan paytlari 100 yo'qotishardi. Boshqa hammada har xil. Har xil bozor, har xil insonlar, har xil depozit. Forex nima degani unda? Forex valyutniy bozor, forex exchange. Valyuta bozori. Просто ko'plar pul yo'qotadi deb aytgan. Chunki pul yo'qotishligining asosiy sababi men sizga aytib o'tganimdek, $100 pul bilan kirib, ularda kreditniy plicho degan narsa bor. $100 ga sizga $1000 narsa ham beraveradi. $10,000 ham beraveradi. Bozor kichkinagina qimillaganda sizni $100 hatto chachilib ketib qoladi. Mana bu aksiya bilan kriptoda siz spotda savdo qilganligingiz hisobiga pulingizga yarashasidan oshiqcha ola olmaysiz. Masalan, mana Xims hozir narxi qancha? $39 turgan bo'lsa, siz masalan $100 bo'lsa 2 dona sotib olasiz, xolos. Forexda bo'lsa, xohlasangiz 20 ta beradi, xohlasangiz 50 ta beradi. Lekin olgan umumiy aktivingiz $200 ga narxi arzonlashsa, bo'ldi, siz o'yindan chiqib ketdingiz, sizni tozalab chiqib ketishadi. Hatto siz nomingizga hech narsa olmaysiz. Hatto aktivni narxiga nisbatan savdo bo'ladi. Xolos, hatto siz aktivga egalik qilmaysiz. Bu yerda 2 dona Xims olib qo'ysangiz, narxi $1 gacha tushib ketsa ham, sizda 2 dona Xims bor bo'lib turadi. Bu sizni o'zingizniki bo'ladi. Hatto o'zingizniki bo'lmaydi. Qaqba ikkita tanish o'tirib olib, iPhone 17 ning narxi 3000 bo'ladi deyapti, siz 2000 bo'ladi deyapsiz. O'rtada $1000 tafovut. Bo'ldi, 3000 bo'lsa sen menga 1000 berasan, 2000 ga tushib qolsa men senga 1000 beraman. Bo'ldi, spor ketyapti. Tipo shunaqa savdo bo'ldi. Bu слишком азартный-da endi. Azartniy
professional ishlayotganlar ham bor. Hammada har xil aytyapman-ku men. Hammada har xil. O'shaning uchun u tomonlarga unaqa juda chuqur to'xtalib o'tmayman. Har kim xohlagan nimasini qilaveradi. Har kim xohlagan bozorda savdo qilaveradi. Lekin aksiyalar bozorida kunlik savdo uchun хотя бы $3000 pul kerak. Хотя бы $500, $1000 pul bilan hech narsa qila olmaysiz bozorda. Lekin o'sha $1000 ga har oyda 100 dan qo'shib ketaman, ozgina, чтобы u trade puliga qarab qolgan joyim yo'q, lekin men 3-4 yil, 5-6 yildan keyin shu sohada o'zimda yaxshiroq narsa ko'ryapman degan holatda ketsangiz bo'ladi. Lekin aynan $1000 pulni shu yerga tashlab turib, bo'ldi, hamma ishni yig'ishtiraman, men bugundan boshlab traderman, kunlik men aksiyalarda savdo qilib, bo'ldi, oylik men daromadimni topaveraman. Ayniqsa erkaklarga tegishli, ayollarda baribir oila tebratish boshqa degan mas'uliyat bo'lmaydi. Erkaklarda ayniqsa shuni hamma yoqda yig'ishtirib qo'yib, $1000, $2000 bilan bozorga o'tirib oladigan bo'lsa, hech narsa bermaydi bozor. Qo'shimcha ish xolos bu. Tashqaridagi asosiy ishga qo'shimcha ish bo'lib turishligi kerak. Tashi katta summasi borlarga ham boshida 1 yilgacha men maslahat bermayman. Tak prosta trade'ga o'tirib olishdi. O'sha miyada pul topishim kerak degan narsa bilan o'tirib qolgan yangi traderlar, boshlang'ich traderlar shunchaki bozorda pulini tashlab chiqib ketaveradi. Hattoki spot savdolarda ham. Men future CFD'larda qo'yib turay. Oddiy men bu spot aksiyalarda o'zida ham o'sib ketayotgan aktivda ham jicha narxi tushib ketayotsa, men pul yo'qotmasligim kerak, pul topishim kerak, boshqa deb shunchaki bozorga sotib yuboradi. Zararda, kichikroq zararda sotib qo'yaveradi deydi, keyin ozginadan keyin narx oshayotsa yana oladi. O'sha hali men aytgandek psixologiya bag'i. Значит, kichkina kapital bilan hozircha Growstockga pul qo'ysa bo'ladi, когда kapital oshgandigina keyin kunlik savdoga o'tsa bo'ladi, to'g'rimi? Sizdagi holatda opa yaxshi, sizdagi holat bir tomondan. Siz oyma-oy pul tashab borib, boshida time frame'laringizni kattaroq qilib savdo qilib yuring. Keyin depozitingiz oshganingiz sari time frame'larni kichraytirishni boshlaysiz. Shunaqa bo'lib sizda o'zi 2 yil vaqt o'tgandan keyin ham depozit ham kapital bo'lib qoladi. Siz shu vaqt ichida ancha professionalroq bo'lib qolasizda, kichikroq time frame'larga kirib bemalol savdo qilishlik holatiga kelib qolasiz. Shunda hozir uzoqroq paytdan sekin-sekin kichkinalashib boradi demoqchisiz. Savdo kunlari demoqchiman. Ha, masalan, boshida 1 haftalik time frame'da analiz qilib, mana hozir 1 haftalikda turibdi hozir. Mana ko'rdingiz-a? Qanchani? Bemalol bunday ko'rib turib, zonalarga kelibdi, boshqa bu shunaqa holatlarni topib 4 soatlikda endi masalan mana 1 haftalikda buni ko'rdik. Endi 4 soatlikka kiramiz. 4 soatlikda nima bor? 4 soatlik time frame'da mana bu joyda tasdiq bergan ekan. Mana bu joyda o'sha narxga o'sha kirilish kerak edi. Shunaqa qilib kirib savdo qilsa, endi aynan shunga kirib oling demayman men hozir. Bu unaqa to'liq ko'rib chiqilmagan. Shunaqa holatlilarini topib turib, uzoqroq muddatga savdo bitimlarini ochsa bo'ladi. Bunda hali jicha bor, chunki bu metda ikkita equal high turibdi, bularni bozor olishligi kerak. Men bitta o'zi yaxshigina likvid qoldirib ketgan bozor yaqin kunlarda shularni yechgani tushadi. Masalan, mana shularni olgandan keyin shunaqa holatlar bo'lsa, savdo bitimlariga kirsak bo'laveradi. Lekin ungacha biz bunda faqat qisqa muddatli savdo qilib turamiz, xolos. Qarang, yana bitta savolim bor edi-da. Допустим, masalan, bitta kompaniyani analiz qildingda, yaxshi rezultat ko'rsatdi. Masalan, aytasiz, agar men bu trend liniyani yorib chiqsa, keyin savdoga kirsak bo'ladi deysiz. Так вот, mana shu savdoga mana shu trend liniyani yorib chiqishini biz kutib turamizmi? Tipa buni kuzatib turishimiz kerakmi chiqqungacha? Endi bu trend liniyani yorib chiqqandan keyin bemalol siz 2-3 kun vaqtingiz bo'ladi, bemalol ko'rib savdo bitimini ochguncha.
tushunarli. Buni как бы mashdan oshib chiqqanda savdoga kiraman deb anaqa qo'yib qo'ysa bo'lmaydimi? Tipo avtomatически, чтобы o'zi sotib olish uchun. Unaqa narsa yo'qmi? Yo'q, lekin baribir liniyadan chiqqanidan keyin atkatlaridan ko'rib olish kerak bo'ladi-da. Hamma yo'qda bozorga ishonib topshirib qo'ysangiz bo'lmaydi. O'zimiz qarab turib, har kuni как бы kontrol qilib, o'shani savdoga sotishimiz kerak. Kunda yarim soat, 1 soat bozorga baribir qarab turish kerak. Agar shu sohani yaxshi o'rganaman degan odam bir kunda 1 soat shu bozorda baribir bo'lishi kerak. Telegramda kerak bo'lsa 2 soat, 3 soat vaqtimiz o'tib ketyapti-yu, Instagram, Telegramda. Da, to'g'ri. Shunaqa. Qolganlarda ham agar savollar bo'lsa, tortinmasdan bemalol savollar beraveringlar. Chunki keyingi jonli efirimiz yana bir 2 haftalardan keyin vaqtga qarab bo'lishi mumkin. Kursdoshlar savollardan bo'lsa beringlar. Ustoz, menda savol bor edi agar berishmasa. Bemalol. Ustoz, mana endi hozir Forexdan gap chiqdi, kriptodan gap chiqdi, futuresdan gap chiqdi. O'zingiz kriptoda ham ishlayman dedingiz. Kriptoni qaysi nima desa bo'ladi, birjasida ishlaysiz deymanmi? Misol, haligi spotdami, dexdami, shunaqa turlari bor deb eshitgandim. Yo'q, ularni ochib bera olmayman, chunki bu nimalarimiz saqlab qolinadi, o'shaning uchun u to'liq informatsiyalarni ocha olmayman. Bu qoladi bu narsalar. Bo'ldi, tushunarli, xo'p. Bo'ldi, tushunarli, xo'p. Akalar, opalar, kimda yana savol? Boshqa? Ustoz, o'zi bugungi shu suhbatimiz faqat shu savollar bo'yichami yo boshqa nimadir ham qilishimiz kerakmi? Yo'q, bugungisi shu, o'zi har safargi jonli efirlarimizni savol-javobga beramiz. Keyin qolgani vaqtga qarab men YouTube'da o'ziga o'sha strategiyalar bo'yicha ketma-ketlikda video darslik qo'yib boraveraman. Tayyorlangan holatda, chiroyliroq qilib, har bittasiga chuqurroq yondashilgan holatda men strategiyalar qo'yib ketaveraman. Har safargi jonli efirimizda olingan strategiyalar bo'yicha hammada yana ham ko'proq savollar tug'iladi va o'shalarni keyin bozorda yana ko'rib ketaveramiz. Bo'ldi, tushunarli ustoz. Rahmat. Berayotgan strategiyangiz kriptoda ham, stok bozorida ham ikkalasida bir xil ishlab beradimi, to'g'rimi? Shamchalar bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, tushundim. Rahmat katta. Hattoki rangini ham farqi yo'q. Juda ko'pchilik juda ba'zi birlar bor, shamni rangiga ham hattoki qarashadi. Qizilmidi, ko'k bo'lsa nima bo'ladi, boshqa. Men chiroy uchun shu ko'k bilan seriyadan foydalanaman. Shu ozgina chiroy uchun. Atak menga qizig'i yo'q, hammasi seriya qora bo'lsa ham menga umuman farqi yo'q. Umuman qizig'i yo'q, ishlayveraman men. Одинаковый deydi-ku, bizga farqi yo'q. Chunki men bu shamni ranglari bilan ham savdo qilaman deydigan shunaqa betamiz treyderlarni ko'rganman. 4 ta qizil sham chiqsa, keyingisi yashil bo'ladi deydigan. Bunaqangi 4 ta 5 ta qizil bo'lsa, keyin yashil bo'ladi degan bema'ni beta'sir treyderlar bor. Nima keragi bor? O'suvchan impuls boshlandi, farqi yo'q. Mana masalan oddiy misol, mana bu joyda o'sha tushuvchan trend o'zgardi, indumentlarimiz yechildi, o'sha bozor o'suvchan trendga o'tib ketdi. Bo'ldi, qaytib chiqdi. Mana bu joyda nakapleniya bo'lyapti, ya'ni order flow bor. Order flowda oxirgi o'suvchandan bitta oldingi shamda ana order blok bor. Bo'ldi, battan bitta savdo bitimini ochasiz. Bo'ldi, order blokdan savdo bitimi oxirgi minimumlarga qo'yiladi. Xohlang 1 ga 2, 1 ga 3 qo'ying, bo'ldi. Keyingisi qayerdan kiriladi? Keyingi order blokdan kiriladi. Chunki zamok order blok, undan keyin yana order blokka kirib, order bloklar hamisha zamok bo'lib ishlab keladi. Mana bundan keyingisi ham mana men bu chartni bu joyini ataylab ochganim yo'q. Bo'ldi. Zamok bo'lib ishlab ketaveradi. Hattoki mana bu order blogimizga ham mana
ming soyasi bilan chiqqani bilan tana bilan yopilmadimi, demak hali ham zamok davom etyapti. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta bitim ochsangiz bo'ladi shu yerda o'zida. Bo'ldi. Chunki nima? Mana bu joyda ключевой joyi bor. Bozor tushuvchan trend o'suvchanga o'zgardi. U bilmayman, Fibonacci'da qanaqadir zonalarni tortib yuborib 1618 legenda deydigan jinnilar bor bozorda. Tushunmaysiz. Oddiy, bozor oddiy va mana shu sham farqi yo'q. Bu keling, mana shu joyda hozir birata nimani ochib ko'raylik. USDT. Aytaylik, birata kriptovalyutani ochib ko'ramiz. Men yana shamlarim o'zini rangini holatiga qaytarib qo'yay, sal ko'zimga o'rganganroq holatiga. Bo'ldi, mana kriptovalyuta. O'sha ketyapti bozor, mana. Oddiy misol, tushuvchan trend. Tushuvchan trenddan keyin korreksiya boshlandi. Korreksiyadan keyin bilyapmiz, yana bozor tushib berishlik kerak, chunki katta impuls bilan tushib ketyapti. Qatgacha savdo qilib olsangiz bo'ladi? Mana bu trendni tortasiz. Trend liniyani tortasiz, shu trend liniyani buzib tushgunicha siz har bitta откатidan kichikroq time framelarga o'tib olib, savdo bitimini ochib ketaverasiz. Bay, bemalol ishlab ketaverasiz. Mana 15 minutlik time frame'da ochib olamiz. Bo'ldi, bozor o'suvchan. 15 minutlikda shamlarimiz ko'payib ketdi, kichiklaytirib olaman. Bo'ldi, har safar shu trend liniyaga kelyapti. Trend liniyaga kelgandan keyin bizda nima bor? Shu trend liniyamizga yaqinroq joyda bozorda order bloklar bor. Mana o'suvchan harakatdan oldingi bitta tushuvchan harakat. Plus bozorda nima bo'lyapti? Bozor o'zidan oldin likvidlar tozalab ketyapti. Ya'ni nima qilyapti? Swip qilib ketyapti. Pullarni yechib. Swip bularni hali tushuntirib o'taman. Mana shu yerda ko'pchilik odamning stop losslari bor. Stop lossni yechib chiqib ketdi va qaytib kelib shu zonadan yana touch berib, yana davom etib ketyapti. Shu joyda ham bitta harakat ushlab olishimiz mumkin. Keyingi safar kelib, mana shu trend liniyamizga kelgandan keyin yana savdo bitimini ochmoqchi bo'lib qarab turgan edik. Nima bo'ldi? Bozor keldida ham mana bu trend liniyani pastga yorib qo'ydi. Battan atkat olmayapti. Bozor o'sha imillashni boshladi. Biz bilamiz, bo'ldi. Bozor pastga qarab qaytib ketadi. Chunki nima? Umumiy trend tushuvchan. Qizig'i yo'q. Xohlasak battan nimani yana ochishimiz mumkin? Birata valyuta parasini ochib ko'raylik. USD CF. Mana bu o'sha forex parasi mana. Forex paralari bunda ham o'sha ahvol. Bo'ldi, bozor mana yerdan boshlangan. Tushuvchan trend oxiri mana bu joyga kelganda o'zini bozor yo'nalishini o'zgartirdi. Ya'ni o'sha indument bilan buzib o'tildi. Bo'ldi. Bizga nima kerak bo'ladi? Bozorda agressiv harakatidan pastlarga tushmasligini o'zi ko'rib turibmiz. Chiroyli buzib chiqib ketyapti. Birinchi nima zonadan, ya'ni support resistance zonaga keldi. Bundan atkat olib ketganini ko'rganimizdan keyin mana bu joyda order blok tortamiz. Bo'ldi, shatda yana savdo bitimlari ochilsa bo'lyapti. Bo'ldi, stop losslar order blokni tagida. Take profitni xollasangiz, qo'rqmasangiz mana 1 ga 13 nisbat. Borib bermagan. Nimaga? Amayatdagilarda o'zi yetarli bo'lgan. Mana oxirgi ham demay. Mana shu likvidni o'zi yetarli bo'lgan. Shuni yechgandan keyin likvid deganim endi batda pul bor. Bozor puldan pulga harakat qiladi. Shu likvidni yechgandan keyin bo'ldi, endi qaytib ketyapti. Qaytib ketishlik nimadan bo'lyapti? Mana bu joyda o'shalik birinchi bo'lib indumentini buzdi deganimdan keyin bozor yo'nalishini o'zgartirgan bo'lsa, mana bu joyda. Batda ham nima bo'lyapti? Mana oxirgi o'suvchan harakatdagi indumentlar mana buzildi. Ya'ni tushuvchan harakat to'xtab, o'suvchan harakat boshlandi, o'suvchan harakat to'xtab, tushuvchan harakat boshlandi. Har safar bozor xuddi shunaqa harakat qiladi. Shunchaki bozorlarda nimasida farqi bor? Oddiygina xarakteri. Ya'ni odamlar hammamiz bir xil. Biz ikkita oyoq, ikkita qo'l, ikkita ko'z, hamma odam bir xil, lekin xarakteri har xil. Bozorda ham, hattoki aksiya bozorida aksiyalarda ham, masalan 9800 ta aksiya bo'lsa, har bittasini xarakteri har xil bo'ladi. Hammasini xarakteri bor.
O'shaning uchun любой bitta aktivda savdo qilmoqchimisiz? Oddiy misol, Ximisda savdo qilmoqchimisiz? Bo'ldi, oching, Ximisda oching. Kunlik time frame'ga o'ting. Qanaqa harakat qilyapti? Ko'proq nimalarni hurmat qilyapti? Ximis asosan nimani hurmat qilyapti? Ximis asosan trend liniyani zo'r hurmat qilar ekan. Mana, Ximis asosan trend liniyani chiroyli hurmat qilyapti. Ximis trend liniyani yaxshi ko'rar ekan deymiz. Mana. Har safar trend liniyadan chiqib ketyapti. Har safar. Bo'ldi, demak, asosiy urg'uni trend liniyaga beraman bu aktivda deymiz. Undan keyin boshqa aktivni ko'rasiz. Boshqasida savdo qilmoqchimisiz? Nimada savdo qilmoqchisiz? Aytaylik SMCI. SMCI ko'proq nimani hurmat qilar ekan? Oddiy mana ko'rinib turibdi. Darajalarni hurmat qilyapti. Bo'ldi, SMCI o'zi kuchli darajalarni hurmat qilar ekan. Men endi bu tezda ko'rib ketayotgan sababi buni biz analizlar qilib chiqqanmiz, shuni hisobiga tezlik bilan ko'rib ketilinyapti. Har safar zonadan zonaga harakat qilyapti. Har safar buzib chiqqandan keyin yana qaytib shu zona, yana chiqdi, yana qaytib tushdi. Har safar zonadan zonaga harakat qilyapti. Keyingi kirib kelishi ham mana yana shu zonaga kelib qoldi. Agar shu zonaga kelib turib yana o'sha grafik chartga oladigan bo'lsak, hozir SMCI kompaniyasi mana shuni tepasida yopib beradigan bo'lsa, oddiy misol, mana shu yerdan chiqib beradigan bo'lsa, atkatidan qo'rqmasdan yana savdo bitimlarini ochsa bo'ladi. Keyingi zonalarimizgacha. Keyingi zonalarimiz qayerda bo'ladi bizda? Mana shu zonalargacha bemalol ishlab olishimiz mumkin. Bundan o'tib ketadigan bo'lsa, yana teparoqqa chiqib ketadi. Nimaga? Buni xarakteri shunaqa ekan. Hammasini o'zini xarakteri bor. Tesla. Buni ham xarakteri bor. Hammasini o'zini xarakteri bor. Tesla'da nima o'chib ketib qolibdi shekilli. Tesla'da men o'sha savdo bitimiga kirgan edim. O'chib ketibdi. Hammasini shu o'sha aytib o'tgandek xarakter. Kriptovalyutada ham xarakter. Forex bozorida ham, hattoki har bitta valyutani o'zini xarakteri bor. Tilla boshqacha xarakterda, kumush boshqacha xarakterda, Bitcoin boshqacha yuradi, Tesla boshqacha. Hammasini o'zini xarakteri bor. Shunchaki tarixga qarab olamiz bir qator. Hali aytishadi-ku, birorta qizga uylanmoqchi bo'lsang, oldin onasini ko'rgin deydi. Onasining tarbiyasi qanaqa? Nimaga? O'sha qiz o'sha onasidan tarbiya olib katta bo'lgan bo'ladi. Tarixga qara deyapti-da. Bozor ham oddiy. Shunchaki 1 yillik, 2 yillik tarixiga bitta qarab olasiz. Qaysi holatda, qaysi zonalar hurmat qilinyapti. Bo'ldi, shu bo'yicha yondashasiz. Oddiy. Hammaga tushunarli bo'lyaptimi? Kimdadir qo'shimcha bir savollar, boshqalar 1,5 soat suhbatlashib qolganlarda savollar hali bo'lmayapti. Yo'q, ustoz, zo'r bo'lyapti, tushunarli bo'lyapti. Rahmat. Gulapa yaxshi eshitilyaptimi, ishqilib? Ha, zo'r eshitilyapti. Qani bosmagan ekanman dinamikka. Ha. Yo, rahmat, rosa ham yaxshi tushuntirdingiz, rosa maza qilib eshitdik. Ancha masalani yana esimizga solib qo'ydingiz, rahmat. Nvidia nima bo'ldi endi, Gulapa? Nvidia oldingizmi? Yo'q, hali olmadim. Hali ham o'ylab o'tiribman. Yana ko'tarilib ketib qoldi-yu, kutib o'tiribman endi. Yo'q, endi rosa tez ko'tarilib ketib qoldi. Bir pasda men uyga kelgunimcha, kunduzni ko'ruvdim-da. Uyga kelsam, yo'q, siz Gulapa uzoqroq savdo qilmoqchi bo'lyapsiz-da bu narsani. Ha. 3-4 dollarga narxi oshib ketsa qaramasligingiz kerak-da. Shu olaverishim kerak. Men o'zi uzoq muddatli, maqsadim faqat uzoq muddatli investitsiya qilish. Ha, bo'lmasa o'ynab turib mekka chiqib qoladi narx, yana ham o'ylab o'tiraverasiz, jichcha solaman. Ko'tarilib ketaverar ekan. To'g'ri, endi olib qo'yaman. Men hozir Nvidia'da kuchli yangiliklar chiqdi. plus mayta haftalik order blokdan yaxshigina impuls oldi. Nvidia hozir meni nimam bo'yicha bemalol o'zini all time high'larini yangilaydi, yangi yilgacha inshaalloh. Bozorda Nvidia'ning market kapitalizatsiyasi Hindistonda yillik nimasidan oshib ketdi o'sha. Ichki nimasidan, ishlab chiqarish nimasidan, quvvatidan Nvidia bitta kompaniyani o'zi butun boshli Hindistondan oshib ketdi.
keyingi xudo xolasa juda ko'p katta kompaniyalar уже Nvidia'ni chiplariga qiziqish bildiryapti, chunki sun'iy intellekt AI bilan ishlaydigan kompaniyalar shu Nvidia'ni chiplarini sotib olishlikka majbur, chunki Nvidia'niki bilamiz juda eng ilg'or texnologik protsessdan o'tgan. Men o'zim endi kutayotgandim shu zonalarga kelganda savdo bitimini ochaman deb, lekin bozor bergisi kelmayapti. Ozroqdan agar shu Gulyapamga o'xshab shu ikkitadan olib qo'yaman degan odamlar bo'lsa, qiziqib ko'rsa bo'ladi. Chunki men Nvidia'ni bilaman, hech qachon mengacha tushmaydi endi. Agar mabodo endi hech qachon ham deb bo'lmaydi, tushadigan bo'lsa men mana shu yerdan nima bo'lsa ham, mashinamni sotib olib bo'lsa ham olaman Nvidia'ni. Agar shartga tushib ketsa. Chunki bu kompaniyalar ehtimoli yo'q shekilli tushish. Yo'q, bozorda hamma narsa bo'ladi. Chunki mana bu joyda ham kimlardir aytgan bo'lishligi mumkin. Nvidia mengacha tushmaydi deb. Balkim. Mayli, tushsa yana sotib olaveramiz. Ha, o'shaligi uzoq muddatli deganligingiz uchun men aynan sizni ismingizni aytib turib Nvidia deyotganimiz sababiki, sizni rejalaringizni bilganligim uchun. Hali tushsa sotib olaveraman 2-3 yillik deganligingizni hisobiga Nvidia'ni haqiqatdan ham kuchli kompaniya, qo'rqmasdan olsangiz bo'ladi. Faqat tushib ketganda deydigan holatini ko'radigan bo'lsak, ertasi kuni metta turgan bo'lsa ham sotib olmaysiz. Jicha tushishini kutasiz. Masalan, hech bo'lmaganda mamno qilib bo'lib olishimiz kerak bo'ladi-da, Gulyoba qarang. Kompaniyani hozirgi turgan narxi bilan, mana bu yerda ko'rsangiz, bizda nima bor, lineykamiz bor. Hozirgi turgan narxidan va mana oxirgi narxigacha belgilaymiz. 52% ekan. 52% bo'ladigan bo'lsa, har 10% tushganda sotib olishim mumkin deb belgilaymiz. Tushundingiz-a? Mana deb belgilab olamiz. Har o'sha 10% lineykada o'lchab turibdi endi masalan. Biz o'lchaymiz. 10% bo'lsa, keyin 20 bo'lsa, mana metroda bo'lar ekan, keyingisi 30 da. Shunaqa qilib belgilab olganimizdan keyin bemalol shunaqa joylarga tushganda sotib olib turib, mabodo tushib turib narx mengacha kelib qolsa, qo'rqib hammasini sotib olmaymiz. Yo'q, nabarot yana sotib olish. Ha. O'zi menga chiqqanda o'zi foydada o'tirgan bo'lasiz. Bu hamma kompaniyaga tegishli emas. Men aynan Nvidia'ga deyotganligimiz sababi bu kompaniyani fundamental yaxshi holatdaligi uchun aytyapman. Bir xilgilar bor, umuman zarar qilgisi kelmaydi-da, aksiyalarni aytaylik, har tushganda olaveraman deganlar bor. Biz anchadan beri trade sohasida yurganligimiz uchun eshitganmiz. Mana bu Mara kompaniyalarini mana yerda olib qo'yganlar bor, mana bu joylarda. Ko'ryapmizki, hali ham aqa chiqqani yo'q. Yo'q, o'sha aytganingizni tarixiga qarash kerak. Yo'q, masalan, Marani ham tarixi bor. Mana. Uzoq muddatlida faqat tarixiga emas, hozirgi holati, kelajagiga, uzoq muddatlida kelajagiga qaraymiz. Uzoq muddatli savdolarda kelajagini ko'rishimiz kerak. Mana buni ko'ryapsiz, Nvidia'ni qarang endi qanaqa qarab ketyapti. Ko'ryapsiz ana, raketaga o'xshab chiqib ketyapmiz. Chunki bu o'ta fundamental kuchli bo'lganligi uchun. Maraga qaraydigan bo'lsak, silkinib yotibdi. Bir oshadi, bir tushadi, bir oshadi, bir tushadi. Bu bo'lmaydi, uzoq muddatlilarga mumkin emas maralarda savdo bitimi ochish. O'zi ko'p kompaniyalar mana shunaqa tik yurar ekan. Maraga o'xshab. Ko'p. Har xil bo'ladi, opajon. Mana mamlaqalari bor. Mamlaqalari bor, butun boshli xonavayron qilib tashlaydiganlari bor. Bunaqalar ham bor ekan. Men 100 tacha kompaniyani halol aksiyasini spiskasini qildim-da. Har bittasini o'sha 3 kun 4 kunlik narxini yozib chiqdim. Endi pensionerman, men erinmayman-ku. Hammasini analiz qilib chiqdim-da, o'sha yerda halol aksiyalarni hammasini Excel tablitsa qilib yozib oldim o'zimga-da, endi shablon qilib.
O'shandan keyin hammasini men bu anaqada shu TrendView anaqada saytda ko'rib chiqdim o'sha hozirgi holatini. Ko'pi mana shunaqa aytganingizdek tekis yuribdi, ko'pi keyin men bu anaqa ko'tarilmagan ish qilib qarab o'tirdim-da tanlab. Yaxshilarini belgilab, tanlab o'tirdim. Endi o'zim uchun analiz o'rganish uchun endi bular hammasi hozir darrov pul tikib anaqa qilgandan ko'ra oldin tagiga yetib olish kerak-ku. To'g'ri. O'shani shunaqa qilib o'rganib o'tiruvdim. O'shanda ko'rdim men shunaqa narsalarni. O'sha aytganingizdek, endi lekin meni endi maqsadim faqat shu uzoq muddatli investitsiyaga kirg'izish, pulimni sekin-sekin o'sha kattaroq normalniy kompaniyalarga o'sha anaqa qilmoqchiman. Investitsiya qilmoqchiman. Bo'ladi, zo'r. Qilsangiz bo'ladi. Ertaga keyin nevaralarga o'rgatib qo'ysangiz, ular ham shu maqsad, shu nevara farzandlik uchun. Endi men endi hali nima deydi, ko'p investitsiyalar qilganman, aktivlar olganmiz, ko'p narsalar qilib qo'yganmiz farzandlarga o'qishga, boshqaga-ku. Endi bu yangi soha. Endi kimlik hali 5 yildan qabrgacha deydi-yu, ilm olish. Shunaqa. Yengilliklarni yaxshi ko'radigan ayolman deng shuni. O'zi o'zbek ayollari o'zi investor bo'ladi-ku. Hammalaring tillolaring bor. Hamma tillo saqlaydi, to'g'rimi? O'sha tillolar ham bor. Shuni o'zi investitsiya-da. Nechta joydan u gaplar o'ynaysiz, qancha pullarni yig'ib yotibmiz, lekin men ko'payishini o'ylamagan ekanmiz-da, bunaqa tarafdan ko'payishini. Nimaga? Mana tilloni men sizga aksiyasini ochib beraman. Keyin opa, men sizga maslahatim bitta Nvidia'ga bas, yoniga bitta nima qo'shib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Tilloni ETF bor. Tilloga ham ozgina aksiyalariga kirib qo'yishingiz kerak bo'ladi, chunki tilloni ham mana ko'ryapsiz. Mana. Tilloni. Rosa oshib ketyapti. Tillo, kumush, mana kumushda aktivi. Bu o'sha spot yo'nalishida 100% joiz, halol, bemalol savdo qilsangiz bo'ladigan ETFlar hisoblanadi. Keyin bundan keyin menda hozir o'chib ketibdi, bitta nima ham bor edi. ETF bor, halol ETF bor, iShares degan. Uni ham nima qilamiz, xudo xolasa, o'shadaqalarga kiritib borsangiz, qaysi biri vaqti mobaynida tushib turganda, qaysi biridir oshib sizga foyda keltirib turadi. Rahmat. Shunaqalarni bilib olishim kerak ekan-da. Rahmat, sog' bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Bo'ldi, opajon, sog' bo'ling siz ham. Mayli. Farruh aka, assalomu alaykum. Alaykum. Mana SLV turibdi mana. Mana shunda yo'q-ku anaqa. Nimada? NY anaqa bor edi-yu. Nasqat bilan. Poyizga beryapman mana stokka. Yo'q, menda chiqmayapti-da. Manda tepada yozib turibdi. CSE chiqyapti. Nice da turibdi-ku menda. Mana nice. Cho'ta menda chiqmadi. Nice. Mana SLV, mana eng tepasida fund turadi, stok bas. Fund ETF Nice Arsa deganda turibdi mana. Fund, tamam. Bo'ldi, bu olishdan stokda turuvdi menda. Chunki bular stokda chiqmaydi bu narsa, FSEga olib o'tasiz. Chunki bu nima ETF bu. Ya'ni nima degani, aynan shu kumush yoki masalan tilloniki mana bular nima narsa degani, tillo koni, masalan tillo qazib oladigan kon yoki zargarlik zavodlari, o'shinga faqat tilloga ixtisoslashgan bir 30 ta 40 ta kompaniyani aksiyalarini sotib olgan tarzda bitta ETF qilib chiqargan kompaniyani ETF bu. Fond ETF yozib qo'yibdi. Shunaqa. Bunda ham bizda pozitsiyalar o'zi mana bu joyda o'zicha chiroyli bo'ldi o'zi. Oddiy, o'sha klassika, oddiy trendingdan chiqishi mana shu joydan olib bitta shu cho'qqisida basi mana shu joyda qochganmiz. Hozirgisi o'sha sekin-sekin kirishni boshlaganmiz. Biz tilloda keyin ko'pincha men base stopsiz ishlayman. Chunki bu aktivda tushsa sotib oladigan nimadan, bu ham oddiy mana 3 burchak patrondan chiqib ketdi. Ko'ramiz, o'zi stopsiz olingan.
agar pastroqqa tushsa endi keyingisi maytdan dalifga qilishim mumkin. Ungacha qo'shmayman ham, boshqa ham qilmayman. Ozroq miqdorda kirib qo'yilgan. Bu nima bu? I, A, U. Tillo. SLV degani kumush, silver. Mana bunisi IAU degani gold, oltindiki. Oltin ETF. Mana shunaqa narsalarni topish ham keyin rolga tushib bo'ladi. Mana shunaqalarni chiqmayapti, topib bo'lmayapti. Nimadan foydalaning? ChatGPT degan bir aytishga bor hamma uchun. Endi ChatGPTni o'qishga keldim 8-sinfi modulga o'zi. Endi o'shani o'rganib U o'qishni ham hech narsada. Shunchaki ChatGPTga kiring, ro'yxatdan o'tib qo'ying, salom alaykum qiling, yozing, ismingizni yozing, boshqa shunaqa aksiyalar bilan savdo qilmoqchiman. Menga portfelimni diversifikatsiya qilishni yo'lini aytadi. Masalan, 30% deydi, ETFlarda tursin deydi. Где-то 40% deydi, tillolarda saqlagin deydi. Qolgan 60% ga kunlik yoki qisqa muddatli trade qilgin deydi. Zo'r o'rgatadi, gap yo'q. Faqat mana bu bilimlar bilan foydalangan holatda qo'shib ishlatsangiz, yaxshi natija beradi. Keyin boya Tesla'ni gapirayotganingizni kiruvdim. Почти hozir Tesla'ni 55 ta turgan ekan. Tesla siz bilan gaplashuvdik, sizga aytdim, sotganman. Hozirda qarasa почти u уровень kelib qoldi shekilli, o'sha eng baland chiqqani mana. Yo'q, men yerda sotmayman men aka. Nimani Tesla'ni 500 da jichasini sotaman. O'zi meni nimam 550 da. Nimaga o'shani so'ramoqchi edim. Nimaga asoslamayapsiz bunga? O'zi men yo'lman, bu noyabr oldingi yil noyabrda eng chiqqani 485 ga chiqqan ekan. Eng nimasi endi chiqdi hozir. 488, даже 490 deylik, 490 eng yuqori mana, eng yuqori piki bo'ladigan bo'lsa, nimani shunaqa xarakteri borki, all time high'ni yangilaganda Tesla'lar shunaqa bo'ladiki, yurgan impulsini yarimichalik yana otib yuboradi bozor. Odatda shunaqa bo'lib kelgan. Ya'ni mana shu joydan chiqib bersa, arqaga biror kun orqaga qaytib o'tirmasdan to'g'ri chiqib ketadi. Masalan, mana shu gapga isboti bilan bo'lib ketsin. Mana bu joyda ham all time high'ga kelganda shunaqa ushlaganman men. Mana all time high'ga kelganda ham sotmaganman. Aynan maytda kirilingan bunda ham. Xuddi o'sha holat, mana order blokni ko'ryapsiz. Mana birovlar ko'z pishsinga ko'rsatib ketaman, esimda bor. 24-yili o'tgan yili bo'lgan narsa. Ana shu yerda kirib qo'yib, all time high met dedi. Hamma met deganda yo'q deganman. Men teparoqda sotaman deganman. Nimaga? Chunki men bu impulsni yana yarimichasi bemalol yurib beradi. Ko'ryapsizmi? Chiqqandan keyin all time high'ga bitta atkat berib turib, mana chiqdi, bitta atkat berib turib, zonani tekshirib, bo'ldi chiqib ketadi. Bu haligi biz zonalar belgilaymiz-ku, qanaqadir zonani buzib chiqsa, retest berib, masalan, zonadan chiqsa, retest berib, zonani buzib chiqsa, retest berib ketadi deymiz-ku. Ba'zi aktivlarda all time high, ya'ni o'zining eng yuqori narxlari ham zona bo'lib xizmat qiladi. Eng buyog'i o'zi 489 ekan. Endi hozir taxminan shu joylarga chiqqanda, men o'zi odatim bor, bir qator haligi o'sha qolganlarga aytganimdek, shot himoyasini yaxshi ko'raman, foydadan ko'ra. To'g'ri, men bu foyda chiroyli, masalan, 1 ga 9, men даже 1 ga 10 qo'yaman. 1 ga 10 chiroyli narsa. Ya'ni $500 risk qilib qo'ygan bo'lsangiz, 5000 yaxshi, zo'r, chiroyli, yoki $100 risk qilgan bo'lsangiz, $1000 yaxshi. Lekin men o'sha nima qilganim bilan, lekin mana bu joyda men qisman yopaman. Qisman sotaman. Keyin 50%. 50 midi yoki 30 midi, keyin all time high'ga chiqqanda ham qisman sotaman. Keyin mana bu stop losslarimni ko'chirib maytga olib chiqib qo'yaman, chunki all time high'dan chiqqandan keyin stop lossim maytda turadi meniki. Chunki shu narsani so'ramoqchi edim. Mana hozir sotib oldi 400 da deydi.
Hop, Danli 400. Remi mana 455 ga keldi o'sha. Siz mana shu tegidigini ham ko'tara olasizmi? Sotib olgan tochkani ham. Ha. Sotib olgan bas O'sha- stop loss. Men bu stop lossni menga olib chiqib Yo, qo'yishim stop mumkin. lossni. Stop lossni u yoqqa olib chiqib qo'yasiz. Azdan pastga tushib ketsa bo'ldi, o'sha payt sotib yuboradi degan. Ha, tushib ketsa foydalar sotilib ketaveradi. Hmm. Lekin hali stop loss qo'yadigan zonalarga kelmadik. Stop losslarga o'zi bozorda ko'raversangiz shunaqa bo'ladiki, haylarni olib, atkat berib, bunday chiqqanda o'zi bunaqa joy qoldirib ketadi stop loss uchun. Nega hozir Keyin 414 menga qo'yib qo'ysa bo'lmaydimi hozir stop loss? Yo'q. Qattan bilasiz, bozor bunday tushib turib, unchalik hozir ko'payib ketdi. Odatda bozor shunaqa narsa harakat qiladiki, o'yinchilarni chiqarib yuboradi. Bunday tushib turib, bunday chiqib ketib qoladi. Nima qilasiz, zichcha foydada chiqib ketdi. Men turaversin. Agar olgan bo'lsangiz. Hali olmadim. Siz bilan gaplashganimizda endi olgandim men, endi boshlanadi. Sizda o'zaligi Telegramda yozishuvdingiz. Esimda. Endi boshlanadi, mana chiqib ketyapmiz. Xudoga shukr, yaxshi. Men yana ikki informatsiya o'qidim. Aha. Boya Nvidia haqida gapirganingiz. Nvidiaga hozir konkurent sifatida Huawei ham ishlab chiqarayotgan ekan-ku. Yo'q, Huawei'da nima desam ekan? Chiplar ular ham. Yo'q, to'g'ri. Asosan chip emasda, Huawei asosan antenalar bilan ishlaydi. To'g'ri, ular ham yarim o'tkazgichlar bilan ishlaydi-yu. Lekin bilsangiz, Huawei qaysi kompaniyasi? Ana Koreya, Xitoy. Xitoyniki. Ha. Xitoyga 3% pochtangiz e'lon qilib qo'ygan, to'g'rimi? Yo'q, uni Endi bilmayman. Huawei'da $100 chipini $200 olgandan ko'ra Nvidia'nikini 130 dan olgani yaxshi-da kompaniyalar. Chunki katta kompaniyalar Microsoft, Word, Meta, shunga o'xshagan katta kompaniyalar Amerikaga qaraydi baribir. Ular Nvidia'dan sotib oladi. Shu tomonlari bor-da. Prosta uni ham oshib ketish anaqasi bor ekan, riski ko'tarilish. Nimaniki? Huawei. Endi bo'lishi mumkin. Keyin men odatda yangilik ko'p chiqayotgan kompaniyalar bilan savdo qilmayman. Odatda siz bilan meni aldash uchun chiqarishadi u narsalarni. Oddiy misol, Bitcoin'dan men udashni chiqib ketganman mana. Bitcoin'dan qani nimasi? Bitget. Hali bo'yidan ochib ko'raylik olsam. Capital.com. Bitcoin'da menda spotda bor edi, sotib olingan edi. Mana kunlik time frame'da. Men mana shu oxirgi men bir hayni yangilagandan keyin, mana shu hayni imенно esimda bor. Hayni yangilaganda sotib olganman men. Oddiy metda kirilingan. Mana bu nimalarni yangilagandan keyin o'sha olishni boshlaganmiz. Metda o'sha birinchi. Men ko'proq likvidlar yechilishidan sotib olaman yoki sotaman. Taxminan mana shu yerdan bitta olingan, stopsiz olamiz biz. Bitta atdan olingan, bitta metda qo'shilingan. O'sha stopsiz olinadi. Spotda menda mana shu joyga kelganda nimani Bitcoin'da 150 mingga chiqib ketadi, 250 mingga chiqib ketadi bo'lib reklamasi ketishni boshladi hamma yoqda. Bitcoin kuchayib ketyapti, Bitcoin u bo'ldi, Bitcoin bu bo'ldi deydi. Bo'ldi deb turib sekin sotib yubordim. Nima uchun reklama qiladi aka? Nima uchun? Sizga sotish kerak, chunki ularda juda ko'p aktiv bor. Sizga sotish kerak. Xaridor kerak ularga. Tushunyapsizmi? Hype bo'lyaptimi? Bo'ldi, chiqib turavering bozorda. Qachonki Bitcoin'da hozir qachonki bo'ldi mana taxminan merolargacha tushsa, bo'ldi, Bitcoin 30 mingga tushib ketar ekan, Bitcoin 20 mingga tushib ketar ekan degan gap chiqsa, men o'shani sotib olishni boshlayman. Bozor shunaqa aka. Hozir bu haqida nima fikringiz? Masalan, hozir 85 mingmi, 89 ming ekan. Bitcoinmi? Hozircha eshitmadim men.
Hozircha kuzataman aka. Katta Hozir kompaniya ham 2 millionmi qanchadurga 2 millionlik hozir sotib mana oldi. qarang, oddiy texnический qaraylik, bozorga texnический qaraylik, bitta mana bu zonadan tach olibdi. Endi shu zonaga qaytib keladi, aniq. Kelgandan keyin mana bu o'sha men aytayotgan likvid haqida gapiryapman. Ras keldimi, mana bu likvidni tozalash kerak. Ras keldimi, shatkachor shuni olishi kerak. Kelib, buni olgandan keyin kayfiyatiga qaraymiz aka. Shatdan yaxshigina agar ob'yom kirsa, pastda kattaroq ob'yomlar ko'rishni boshlasam, qo'shilishim mumkin. Agar ob'yom past bo'lsa, bilaman, dichamdek bo'lib turib, keyingi, ya'ni maytdagi likvidlarga hujumga ketib qolishimiz mumkin. Bozor o'ynab, shularni yechib ketib qoladi. Bilmayman. Holatidan kelib chiqamiz aka. Taxmin qilishni keragi yo'q. Tushunarli. Rahmat. Bo'ldi aka. Yana kimda savollar? Pastdagi akalarimiz, opalarimiz hamma faqat eshityapmiz, jim. Savollar bo'lsa, uyalmaymiz. Uyalgan odam kechroq trader bo'ladi. Ustoz, menda savol bor-da yana. Bemalol. Ustoz, mana shu order block, liquidlik, sweep, mana shu atamalar bo'yicha bitta alohida darslik qilib chiqmaysizmi mabodo? Qilamiz. Qarang, order blokni просто buyurtmalar blogi xolos. Uni xohlasangiz o'zbekcha nomlang. Sweep degani tozalandi. Ya'ni shu joydagi stop losslarda pullar bor edi, kelib tozalab ketishdi, tozalandi. Bu kimdir boshqacha nomlaydi. Men Inducement X qilib qo'yaman, kimdir MSS qiladi. Hammada har xil. Kimdir Boss Choch deydi. Men minimum maksimum deyishim mumkin. Uni toza o'zbekcha qilib olishingiz ham mumkin. Men endi ingliz tilida bu juda ko'p tarqalgan atamalar tilida aytayotganligimiz sababi ertadan keyin YouTube yoki boshqa kanallarda yoki kitob o'qiganlaring kelib qolib kitob ochganlaringda shu so'zlar notanish bo'lmasligi uchun men shu o'zini tilida olib ketayotganimiz sababi ingliz tilidagi videolarni ko'rganingizda ham o'sha tushunadigan bo'lib qolasiz. Nima haqida gap ketayotganligini. Lekin bir qator har bitta mavzuga, masalan, o'sha order flow bor, likvidlarga o'tamiz, likvidlar sweep qilinishi, imbalans, ya'ni FVG yoki gap deymiz, nima o'zi u, uni to'liq har bittasini alohida o'sha darsliklarda bo'lib o'zim aytdi qoldimikin, hali qilganimiz Ximsni o'zida qilodimmikin, o'chirib yubordim shekilli uni. Buni guruhga tashlagan edim adashmasam. Rasmmi ko'rdik? Ha, shunda hozir shuni kopiya qilib olib haytga tashlaydigan bo'lsam, mana bunday qilamiz. Har bittasida men bo'lib tushuntirib, o'zi kerak bo'lsa mana shu hammasini bitta darsda 2 soatlik dars qilib ham tushuntirib qo'yaveraman, unda muammo yo'q. Lekin haligi trend liniyani o'ziga bir yarim soatlik yoki 40 minutlik dars, kanallar uchun, support resistingga, supply demand, order flow, order block, FVG hammasiga yarim soatlik, 40 minutlik yondashuv qilsak, o'sha siz aytgandek atamalar boshqasi nima uchun ishlayapti o'zi bu narsa? Nimaga order block degan zonaga kelgandan keyin bu narx o'lgur chiqib ketyapti? Nima uchun o'zi? Hamma gapirib ketaveradi, lekin nima uchun degan narsa bor-da. Nima uchun? Shu savolga javob beraylik. O'sha savollarga to'xtalib o'tamiz. Nima uchun mana bu order blockka hali kelmasdan narx atkat beryapti? Nima uchun? Chunki orada gap, ya'ni imbalans deymiz, boshqa deymiz. Bunga kirdi. Nima uchun battan biz savdoy ochdik? Biz haftalik time frame'da keyingi order nimamiz bor edi. Keyingi imbalans zonamiz bor edi. Mana shu yergacha hozircha kutib turibmiz. Shu narxlar asosan likviddan
imbalans, ya'ni order nimalarga? Likviddan likvidga yoki bo'lmasa imbalansdan imbalansga harakatlanadi. Order bloklarda ozgina impuls beradi. Shularni hammasini to'liq maydalab, Xudo xolasa ko'rib chiqamiz. Bo'ldi, tushunarli ustoz, rahmat. Xo'p, qolganlarda agar savol bo'lmasa, savol berganlarda agar yana savol qolmagan bo'lsa, savol bo'lsa beraveramiz. Yana 10 minutlardan keyin efirni tugatsak ham bo'ladi, chunki 2 soatga yaqinlashib qolibmiz. Yana 10 minutcha vaqtimiz bor ekan. Yana bitta savol bor edi. Mana RCI o'rgatdilar darsda. Indikatormi? Ha, tegidigacha indikator anu o'rtada yursa 50, 70 dan oshib ketsa qimmat, 30 dan past bo'lsa arzon. Shu narsaga ham ko'proq ahamiyat berib, masalan 30 dan past bo'lsa boshqa narsasiga qaramasdan olursa ham bo'ladi. Yo'q, aka bo'lmaydi. Indikatorlarning ichida bittani oxirida Fibonacci deb qo'yganim bor. Shuni ishlatamiz. Shuni ham nima uchun? Keyinchalik haligi bozorda tayda o'tirmasdan mana shu joyga kelganda olaversin, mayli, bundan jicha tushadimi, oshadimi, farqi yo'q. Shu joydan savdo bitimiga kiraman deyishlik uchun ishlatamiz xolos. Indikatorlarni shaxsan meni fikrim, men musor deb hisoblayman. Indikator bozorda endi kimlardir ishlatadi, to'g'ri, ishlatishadi. Ularga hurmat saqlagan holatda men uchun ishlamaydi. Meni chalg'itadi. Menda ekran tozaroq turgani yaxshi. Hozir kakras Kimsda o'zi Fibonacci tortib ko'rdim boya turganda. 2025-boshida 24 narxligidan hozir eng tepasigacha 64 gacha. O'shanda kakras 780, 786 ga kelib, hozir mana 618 anaqa degan, zona degan. Dalni vrema savdoga kiradigan payti bu ko'rsatyaptimi shunda hozir? To'g'ri tushungan bo'lsam, yo'q, o'sha 786 damidi o'sha. Yo'q, bitta shuni o'ziga ishonib kirib bo'lmaydi-da, Fibonacciga qarab savdo bitimi ochib bo'lmaydi, mumkin emas. Lekin hozir danni moment ximiz tushuvchan trendda. Nimaga? Yaxshigina mana bu qarshilik qo'llab-quvvatlash zonasi edi qachondir. Bir marta qaytardi, ikki marta qaytardi, tanasi bilan yopib qo'ydi. Hozir shunga atkat bir qator mana boshini tegizib, yana ketib qolishligi mumkin. Bu narsani biz kanalda bolalarga berganmiz. Savdo g'oyasini 1 ga 2 nisbat yurib bo'lgandan keyin uje yoptirib yordik uje biz buni. Ya'ni bolalarga bu g'oya berilgan, savdo bitimiga kirishgan, aynan mana shu take profit 1 mana yozib ham qo'yganman. Take profit 1 va take profit 2 deb qo'yganman. Bu biz o'rgatganmiz. Take profit 1 ga yetib kelganda yo qismani yopib bezubitga qo'yiladi, yoki bo'lmasam shunchaki bezubitga qo'yib tek kutadi. Yo 0 da yopiladi yoki take profit 3 gacha boradi. Bu endi o'zlariga havola. Chunki biz shunaqa 1 ga 2, 1 ga 3 larda qisman yoptirganligimiz sababi boshqa bolalarda pulini xavfga qo'ymaslik uchun shunaqa qilamiz. Shuni hisobiga, lekin bu hozir shunchaki tushayotgan trendda, tushib ketayotgan trenddan bir qator oqilona yo'lda foydalanib qolingan narsa. Balki bilib bo'lmaydi. Bu keyingi o'sha kanal hosil qilib, mana bunaqa ko'rinishda ham chiqib ketishimiz mumkin. Ya'ni kanalga touch berib, mana o'ynab chiqib ketishimiz ham mumkin. Faqat o'sha mumkinlardan foyda bilan chiqib ketish kerak. Shunaqa gaplar. Rahmat, baraka toping. Mayli, sog' bo'linglar, bo'lmasam
Hammaga omad. Soatimiz ham 10 bo'lib qoldi. 2 soatli efir bo'ldi. Rahmat kattakon, Rahmat, judayam ustoz. foydali, Rahmat. ilmli bo'ldi. Sog' bo'linglar hammaga. Rahmat sizlarga ham. Rahmat. Natijaga chiqsalaring bo'ldi, xursandmiz. Xudo xohlasa. Sog' bo'linglar. Rahmat hammaga. Rahmat. Men Rahmat. zapisni tashlab qo'yaman guruhga. Xo'p, rahmat. Yaxshi dam oling. Xo'p, sog' bo'linglar.